Timur Show obuna bo'ling. Xo'p, Kattakon. Xo'p, assalomu alaykum opa. Endi bu mavzuni bir boshidan gapirib bersangiz juda zo'r bo'lardi. Haligi hammamiz tushunishimiz uchun-da. Chunki bu yerda mana har xilcha gaplar chiqyapti. Unisi unday deydi, bunisi bunday deydi. Bir aniq bir faktlar bilan gapirsak, albatta bir-birimizning shaxsiyatimizga o'tmasdan. Chunki Tamam. Nozima sizga ham qarindosh emas, menga ham qarindosh emas. Tamam. Xo'p, eshitaman sizni Hop. opa. İsmim Gizaxon. То есть ismim yarmi. Nozima, men shaxsan Nozimani shu o'limida bevosita yoki bilvosita aloqasi bo'lgan hammaga shaxsiy adovatim bor. Chunki men Nozimaman. Meni hamjinsim, u ham ayol kishi, u ham kimnidir bolasi. Shu qiz o'rnida men bo'lishim mumkin edi, onam bo'lishi mumkin edi, qizim bo'lishi mumkin edi, singlim bo'lishi mumkin edi. O'shaning uchun men shu ishda bevosita yoki bilvosita aloqasi bo'lgan hammaga shaxsiy adovatim bor. Men o'zimni Nozimaman deb e'lon qilganman. Men Nozimaman. Hop, endi bu ishi bo'lganini men sizga aytaman boshidan. Nozimaxon qizimiz yangi uylar olib, ota-onam bilan bolamni olib kelaman deb yangi uyga ko'chib o'tgan bo'lgan. Balki qanchadir muddatda Sherzod bilan o'zaro bir-birini tanib, birga turmush qurish niyatida bo'lib yurishgan. Opa, aniqlik kiritaylik, ijaraga olganmi yo sotib olganmi uyni? Ijaraga olgan. Ijaraga. Lekin Sherzodni uydagilarini niyati aslida Nozimani kelin qilish bo'lmagani uchun aloqalarni uzgan. Tek-tugi bilan uzgan. Bo'ldi. Sherzodga umuman aloqasi yo'q. Xo'p, endi Nozima vafot etgan. Nozima vafot etganda, o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, 12 seriyali film olingan. O'sha filmlarni ko'rdim. Men oldiniga detektivni ham tanimasdim, Avazbekni ham tanimasdim. Men faqat Nozima orqali taniganman shu ikkita insonni ham. Nozimani anaqalarini ko'rdim, videolarini ko'rdim. Avaz olgan videolarini, Sherzod, Siroj o'sha yerda. Xullas, keyin bu ish yana ham egallashib ketdi. Avaz gapirgan gaplari, qilayotgan ishlariga to'g'ri kelmaydi. Anaqa uzoq cho'zmayman-da, qisqa konkret to'g'ri kelmagan joylarni aytib ketaman, ma'lummi? Hop. Nozimani Sitora degan qiz hamma davenisi o'ziga olib, Sitora jo'natishi bo'yniga olgan. Sitoralar o'sha Avaz boshchiligida e'lon qilingan shunaqa bitta singlimiz, Muslima singlimiz vafot etdi, shuni yuvishga kelinglar deyilgan. Hammaligisi borib yuvishga borishgan. Hammani qo'lidan telefonlar olib qo'yilgan. Hech kim Nozimani rasmiga ololmagan. Hamma faqat yuvgan. O'sha yuvganlarni orasida hamma shu qizni badanidagi og'ir jarohatlarni hammasini ko'rishgan. Lekin hech kim lom-mim demagan. Sabab Sitora aytganki, bu yerda jinoyat bo'lgan, hozir jinoiy ish ketyapti degan. O'shandan keyin hamma ishonganmi? Ha, znash jinoyatni bilishgan ekan, znash jinoiy ish ketayotgan ekan, ish politsiyada ekan deb o'ylashganda hech kimga lom-mim demagan. Keyin Sitora effekt bilan olganmi, Allohga ayon, men bilmayman. Qanaqa qilib olgan? Nozimani toza yuzli videosini oyisiga jo'natib bergan. Agar o'sha videoni siz ko'rgan bo'lsangiz, bitta hijobli onaxon, o'sha yuvganda kirgan onaxon qo'llarini X qilib ko'rsatyaptilar. Ochmaysizlar, onaxon, ko'rdingiz-a qizingizni. Bo'ldi, endi ochmang, shundoq ko'rmasizlar, biz yuvib tozalab qo'ydik deganlar. Ichi yorilgan bo'lganda, opa, ichi yorilgan bo'lgan. Ichi yorilgan bo'lgan 100%, chunki Sitora o'sha ichi yorilganini ko'rsatmaslik maqsadida o'sha kafanini, o'sha uchini yopib qo'yyapti. Bunda dahanining tagidan kesilgan, anaqa yorilgan-ku. Dahanning tagidan bunda yopib qo'yyapti. Endi qizni yuzida ko'karganlar bilinar-bilinmas ko'rinyapti-da, u darajada ko'rinmayapti. Bu qiz o'lganiga o'sha necha kun bo'lgan, u ko'karishlar yoyilib ketgan. Aniq ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Keyin shunaqa qilib jo'natib yuborishgan Nozimaxonni. Eng qizig'i, aeroportda Nozimani ketgani haqida ma'lumot yo'q immigratsiyada. Bular immigratsiyaga borishsa, qizing
Chavotdi sistemada chiqarilmagan degan. Nozima qaysi ism familiya bilan chiqib ketgan aeroportdan? Noma'lum. Qaysi ism familiya bilan kirgan? U ham noma'lum. Nozimani qo'lidagi o'sha medekspertiza, sud medekspertizalasiz Tovutga joylab jo'natib yuborishgan aeroportdan qabul qilib olgan. Keyin endi bu ishlar o'tdi, bo'ldi, tugadi. Keyin onaxon aytganlarki, Avazbek, siz ko'rdingizmi Nozimani jarohatlarini desa, Avaz shunaqa qo'pol tarzda onaxonga javob bergan. Men ko'rmaganman, undoq edi, mundoq edi qilib. Xullas, anchagina bu yerda haqoratlar bo'lgan, gap tortishishlar bo'lgan. Keyin o'rtaga Avaz bitta menga joyi yomon, qalbimni shunaqa nima deydi, paxta joyidan pichoq tiqqandek bo'lgan. Nozimani rasmi bormi? Qo'yinglar. Fohisha challenge deb tarqatinglar degan. Keyin Avazni o'zi shaxsan o'z og'zi bilan chaqirib oldi. Saperniki, ya'ni Daliluzni. Qani, erkaging bormi? Chiqlaring. Lyuboying bilan gaplashaman. Rasmiy, norasmiy. Jurnalist yo boshqa kiming bo'lsa, bloger kiming bo'lsa chiqlaring gaplashaman dedi. Anaqa chiqdi. Daliluz chiqdi. Javohir chiqdilar-da, Javohir hamma narsani popolочкам chiroyli qilib terib qo'ydilar. Avaz bilan live video qilganlar. Instagramda ko'rgan bo'lishingiz kerak, ko'zingiz tushgandir. Avaz deyarli savollarga juda yuqori reaksiya bilan javob bergan. Mana xotirjam hol siz bilan gaplashyapman, unda unaqa narsa yo'q. Xullas, bu anaqa tugagandan keyin ertaga gaplarda Avaz hech qachon oldin bu uyga kelmagani, hech qachon bilmagani, Jamshid degan bola вообще ishiga yetayotgan bo'lgani, Sherzod ham u o'lgan paytda erta bo'lmagani, vaholanki ular hammasini videolardan Javohir chiqarib berdi, lekin aynan Nozimani uyini eshigini tepasidagi videoni o'chirtirib tashlashgan. Lekin boshqa videolar topilib, ularni aytishlik bolalar hammaligisi ochishdi. Keyin yana bitta qo'shni Avazni o'sha uyga 3-dan 4-ga o'tar kechasi o'sha uyda bo'lganini tasdiqlagan. Endi xullas yolg'onlar ko'payib ketdimi? Jamshid ham men ishda bo'lganman degan aslida u ham o'sha uydan chiqib kelyapti. Siroj bitta o'zim bo'lganman, keyin Sherzod kelgan deyapti. Vaholanki hammasi baravar chiqib kelyapti. Xullas Nozimani uyini politsiya kelib tekshirib, men bu arqonlarini tortib, hech qanaqa bir tekshiruv o'tkazmagan. Bular o'zligisi Sherzod absolyutno Nozimaga hech kim. Bo'ldi. Nozima Sherzod bilan aloqani uzib yuborgan. Sherzod kim? Borib Nozimani uyini arendasini atmen qilib, bergan depozitini olib, qatga xohlasa ishlatadigan yoki bo'lmasam Nozimani mashinasiga egalik qiladigan yoki bo'lmasam Nozimani telefoniga hech kim emas. Hattoki Nozimani uyidan bitta linear narsani olib chiqib ketishga ham haqqi yo'q bo'lgan odam-da o'zi. Bo'lsa, agar shu ishda siz aytayotgan ishni qilgan bo'lsa, uni ustidan ariza kiritish kerak. Nima haqqi bor bu uyga kirib? Kirgizilyapti ular. Keyin o'sha videolarda hattoki Nozimaxonni jasadini engillab olib chiqib ketishyapti. Sizni sevgan ayolingiz vafot etsa, siz begona nomahram erkakni qo'lini tek qistirmaysiz-da. Yelkasidan bu oyog'idan u ushlab olib chiqib ketyapti. Tirjayib, hingillab olib chiqib ketishyapti. Silkitib. Bu juda ham meni miyam qabul qilmaydigan narsalar-da. Shunaqa jahlim chiqdi. Xullas ular olib chiqib ketishgan. Uydan narsalarni olib chiqib ketishgan. Narsalarni olib chiqib ketayotgan eng kulgilisi shunaqa erkaklarga yarashmaydigan narsa tog'ora-pog'oralarni olib chiqib ketishgan-da. Tog'orachalarni ko'tarib erkaklar chiqib ketishyapti-da. Ko'rmadingizmi o'sha videoni? Ko'rsangiz vaqti dumalab qolasiz. Ko'rmab. U ham mayli. Nozimani uyini kirishganda, keyin 2-3 kundan keyin kirishgandami yo o'sha kuni kirgandami aytganki, juda ham qattiq o'tkir hid turibdi kvartirada degan. Bular kvartirani jinoyat izlarini tozalab, menimcha xlorda yuvib chiqib ketishgan. Даже uksusda emas, chunki uksus bo'lganda hidi tez uchib ketadi uksusi. Menimcha xlorda yuvib chiqib ketishgan.
Xullas mana shunaqa tuhmatlar bo'ldi. O'zini osdi dedi, u dedi, bu dedi. Biza videolarni javohir hammasini по полочкам qo'yib berdi. Kim bo'lgan, qayerda bo'lgan, nechta bo'lgan, nima bo'lgan. Keyin "Salom alaykum" deb Marjonaxon chiqdilar. Marjonaxon telefon olib berganlar Nozimaga. Olib beribsiz. Nozima o'zini pulini to'lagan ekan. Onaxon borib o'sha telefonni menga "Yo'q, nega yo'q, nega bermayapsiz?" Chunki Nozima shunaqa qiz bo'lganki, onasi bilan do'stona munosabatdagi qiz bo'lganda, judayam отношенияsi yaxshi bo'lgan. Shuni hisobiga u har bitta qadamini onasiga отчитываться qilib yurgan. Ya'niki telefon olganda ham, videosini qilgan, uyda o'tirganda ham, uyga keldi ketdini ham. Keyin onaxon aytyaptilarki, o'sha kuni deyaptilar, telefonda oyisi bilan gaplashganda Nozima qarang. Ayollar endi o'zi shunaqamiz biz. Telefonda gaplashsak, bitta joyda o'tirib gaplashmaymiz. Ishimizni qilib yurib gaplashamiz. Telefonda hali oshxonaga olib boramiz, hali zalga olib chiqamiz, tozalab ishimizni qilib gaplashamiz. Mana shunaqa qilib gaplashib yurganda uyda hech kim yo'qligini bilganlar onaxon. U jonivor u ham katta bir особняк emas, o'zi bor yo'g'i 2 ta dona xona uy. Bitta bitta o'tsa yo bitta shovqin eshitilsa, sразу уже eshitiladi sizga ham. Hech kim yo'qligini bilganlar. U gaplashib tugagandan keyin, suhbat tugagandan keyin kelishgan. Xullas shu 16 telefonni menga topib beringlar desa, sotilib ketdi deyishgan, Nozima sotib yuborgan edi deyishgan. Xullas, shafqatsizlarcha o'lgan odam gapira olmaydi-ku, orqasidan tuhmatlar. Keyin u telefonni mayli хотя бы billingini chiqarib ber desa, qolgan pulini to'lab bering. Qancha pul qolgan desa, katta summa chiqarib bergan. Juda ham katta summa chiqarib bergan. Keyin bular jahllari chiqdi. Hop, endi bu ham o'tdi. Anaqada avaz kirganda kvartiraga qarang. Nozimani olib chiqisharkan, больницаga olib borisharkan, больницаdan morgga olib borisharkan-da, lekin hech qayerda bu insonni nozimaligini tasdiqlovchi hujjatni berishmas ekan. Nozimani shaxsini tasdiqlovchi hujjat Ular hech kim emas-da Nozimaga. Apa, bular Nozimaga hech kim emas-ku. Shuning uchun qanday begona odamga beradi hujjatlarni, apa? Buni ham tushunishingiz kerak. Yo'q, to'xtab turing. Timur, siz meni gapimni tushunmadingiz. Mana siz Dilu meni больницаga olib boryapsiz. Dilu, men hushsiz holatdaman. Siz olib boryapsiz. Kiming deydi? Sherzoddan so'rashgan. Kiming desa, qizim degan. Girlfriendim degan. Девушкам degan. Keyin o'sha emergency, to есть скорый помощь sizga nima deydi? Qani shaxsini tasdiqlovchi hujjat deydimi? Yordam ko'rsatayotganda? O'shani berishmagan. Uni avaz kirib video olayotganda, "Voy, mana pasportlarim mana bitta ekan" deb sumkasidan ochib ko'rsatyapti. Hatto va hattoki tobuti bilan ham chiqib ketmagan. O'sha dokumentlar hali ham Sitorani qo'lda turibdi. Pasportlar. Koreyskiy IDlari ham, o'zbekskiy anaqalari ham. Assalomu alaykum, Timur gapirsam bo'ladimi? Hozir opajonim gapini tugatib olsin apa, eshitaman. Xo'p, bo'ladi. Keyin Xo'p. mana shu ishlar bo'lgandan keyin bular sekin surishtirib, Ferzipa nimalardir so'rasalar, avval shunaqa qo'pol ravishda onaxonni so'kkan. So'kganidan keyin mana shu gaplar chiqib ketdi. Opajonim, telefonga qaytaylik. Hozir menga kelgan ma'lumotga. Bo'ldi. Yo'q, hozir 1 minut. Apa, 1 minut. 1 minut. 24 oyga olgan ekan telefonda. 12 oyini to'lagandayu 12 oyini to'lamagan ekan. Shu rostmi? Hop, 3 oy qolgan ekan. Timur? Yo'q, 12 oy qolgan deb yozishyapti. 3 oy qolgan. 19 oyini to'lagan, 3 oy qolgan ekan. Ferzipani aytishlari bo'yicha men aniqlik kiritish uchun xo'p, opajonim, aniqlik kiritaylik. Advokat opa telefonda necha oyliga qolgan? Otingiz nima aydi esimdan chiqdi, tepada turibsiz-ku, nega hozir gapirdingiz? Oti nima edi buni? Gavharoymidi, nima edi oti? Assalomu alaykum, Timur, yaxshimisiz? Yaxshi. Nozimani telefondan necha pul qarzi qolgan? Necha oylik qarzi qolgan? Timurda bu yerda hozir bir mana bunaqa stilda olinadi. Telefonlarni sotib olayotganda, birinchi sotib olayotganingizda 1 so'm pul bermasdan telefonni sizga beradi. Bilaman, bizda ham shunday. Shart 2 yillik sharti bilan 20 keyin oyiga $100 to'lashingiz kerak. Bu 24 oyga olgan bo'lishi ham mumkin, 36 oyga olgan bo'lishi ham mumkin. Agar bunisini men to'chinisini bilmayman, lekin bu qiz telefonni olganda
Oldiriboq ozgina ishlatganda shartta sotvorgan. U sotvorgan bola ham chiqdi bunga. Endi agar telefonni sotvoradigan bo'lsa, uni o'sha telefonni olib bergan odam ishlatadimi, ishlatmaydimi, o'sha shartnomani qilgani uchun to'lash kerak. Majbur To'ppa-to'g'ri. qonun bo'yicha. Shu Hop, bo'ldi. hozir bular manimcha Bo'ldi. O'zbekistonning qonun qoidasi bo'yicha gapirishyapti, Koreyada boshqacha stil. Endi o'sha telefonni Yo, olib bo'ldi. bergan Apa, tushundim. Sizda tushundim, apa. Mana bu apa siz davom etavering, Jizo opa davom Hop. etavering. Endi bunga nimaga Feruza opamning gaplarini aytyapman yana sizga. Nimaga unaqa deyotganimiz sababi Marjona bilan Nozima SMS yozishganda, Nozimadan Marjona so'raganda shu qancha qoldi deganda Nozima 3 oy qoldi deb yozgan, SMS yozishgan. Rasmlarini chiqarishgan buni. Buni skrinshotlarini chiqarishgan. Faqat u kanalimiz zlom bo'lib ketdi-da. Buni SMS yozishgan Marjona bilan, o'sha olib bergan odam bilan Nozima SMS yozishgan. Qancha qoldi desa, Nozimaga 3 oy qoldi degan. Hop, endi bu menimcha tushunarli bo'ldi. Tushundim, apa, davom etavering. Endi keyin bu tema o'tdi. Marjona eng qizig'i Nozima o'lgandan juda ham qisqa muddatdan keyin O'zbekistonga uchib ketgan. Qarang, sizni deylu, men sizni o'rtog'ingizman. Men o'lib qoldim. Siz mendan oldin uchib ketyapsiz, Toshkentda yuribsiz, O'zbekistonda. Siz agar xafa bo'lmang-ku, insofingiz bo'lsa, meni onamdan borib ko'ngil so'raysizmi? Alloh rahmatiga olsin qizingizni, deb To'g'ri. so'ralmagan. O'rtoq bo'lishgan. Ma'lum bir muddat, mayli yarim soat bo'lsa ham bitta uyda yashashgan, u bolasi bilan olib kirib ko'chada qolib ketganda olib kelgan ekan. Mayli qanchalik yordam qilgan, zarracha yordam qilgan taqdirda ham Nozimaning haqqi bor-da, baribir Marjonada. Balki Marjonaning ham haqqi qolib ketgandir Nozimada. Men uni bilmayman. Lekin baribir o'rtada o'rtoqchilik munosabati bo'lgandan keyin, shu Toshkentdamanmi, begona bo'lsangiz ham, voy shu musofirda Nozimaning o'liga keluvdi, keyin shuni onasidan borib ko'ngil so'ray deyilmagan. Hech qanaqa gap so'z bo'lmagan. Keyin, kstati, boyiga 3 oy qoldi degan masalani birinchi zamdagilar chiqargan ekan kanalga. Hozir zamdagilar o'zingiz qo'yishgan deb yozishdi. Zamdagilar menga hozir yozishdi-da, 3 oy nima degan. Ha, xullas, keyin bu masalalar o'tdi. Dalil.uz hamma narsalarni baqir-chaqir qilmasdan, shalliqlik qilmasdan bitta qilyaptilar. Endi qarang. Posolstvodagi odam Nozimani chiqarayotganda, Nozimani shaxsini tasdiqlovchi hujjatini bundoq ko'rib, pasportini, bu ayolni qani marhumaning yuzini ochinglar, ko'ringlar. Ha, to'g'ri kelyapti deb pasportiga qo'shib jo'natish kerak. Immigratsiyaga borsa bu o'lmagan deb chiqyapti. Politsiyaga borsa, politsiya kelganda, nima deydi? Qo'pol qilib aytaman, uzr, qo'l tegdi, bir nima tegdi qilib, surishtiruv qilib ketgan, tekshiruv qilib ketgan. Okey, bunga ham ko'z yumdik. Mana shu joyga aniqlik kiritib o'taylik, apa. Nozimani nelegal bo'lgan Koreyada deydi. Shu gap rostmi yo yolg'onmi? Shunaqa shekilli, vizasi tugaganini eshitganman. Nozima uyga qaytish harakatida bo'lgan. Nelegal bo'lgandan keyin, конечно, u nimaga reyestrga kiritilmaydi, apajonim. Mayli, men uni unaqa detalni bilmaganim uchun legalni bo'lsa, masalan, nima deya olmayman. Legalni bo'lganda edi, reyestrga o'sha kiritardi shu o'lgan degan. Chunki u nelegal bo'lgan, u tipa Koreyada yo'q insonni qanday Koreyani reyestrga kiritadi? Endi meni shaxsiy fikrim. Yo'q, to'g'ri, sizning shaxsiy fikringiz. Xo'p, mayli, siz aytgancha deylik. Temur, davay keling, sizning gapingizni qabul qilaylik. Unaqada aeroportdan Nozima kim bo'lib chiqib ketgan? Kim sifatida chiqib ketgan? Migrant bo'lib chiqib ketgandir-da, apajonim, nima bilayman. Yuk bo'lib chiqib ketadi. Yuk tasdiqlovchi hujjat hali ham Sitorani qo'lida. Odam o'lgandan keyin odam shaxs bo'lib chiqib ketmaydi, yuk bo'lib chiqib ketadi kilogrammiga. Bilgan odamga gapirtiring-da. Gizopa, bu advokat bu. Izohingizni berasiz. Yo'q, Gizopa 1 minut, bu. Advokat emasman, advokaturada ishlayman. Bilaman, lekin yuk odam o'lgandan keyin pasporti bilan ketmaydi. Elchixonadan o'lim to'g'risida qog'oz beradi. Bolnitsadan olingan o'lim to'g'risidagi qog'oz bilan kilogrammiga yuk bo'lib ketadi O'zbekistonga. Keyin odam bu yerda anaqa vizasi tugagan odam bo'lgan. Uni immigratsiya shundoq ham topa olmaydi. Immigratsiya xodimlari bilmagan,
bu o'lganini deb yotibdi. Qayerdan biladi? O'shaning uchun ham nelegallarni ushlab chiqaraman deydi davlat. Yuk bo'lib ketadi. Odam o'lgandan keyin shaxs bo'lib ketmaydi. Kilogrammiga To'g'ri, ketgan. to'g'ri. To'g'ri. Xo'p, davom eting ana opamiz. Magiz opa, davom eting, eshitamiz sizni. Hop. Mani bilishim bo'yicha, men hozir bir nima deb qattiq o'zim boshimdan o'tmagani uchun men bir nima deya olmayman, lekin mani bilishim bo'yicha gruz 200 deyiladi, lekin pasporti va sud medekspertiza qog'ozi qo'yilishi kerak emasmi? Qo'yilishi kerak. Pasport hali ham Sitorani qo'lida. Hop, keyin Nozima nelegal bo'lgani, vizasi tugagani fevral oyida bo'lgan ekan. U fevral oyida vizasi tugagan ekan, cho'zdirishga topshirgan bo'lgan ekan. Lekin Nozima 3-dan 4 mart kechasi o'lgan. 3 kunning ichida. Qarang, 3 kungina nelegal bo'lgan ekan. Hop, endi bunga ham mayli ko'z yumdik, mayli gruzga ham ko'z yumdik, mayli hamma narsaga ko'z yumdik. Endi sud medekspertizaga nima deysiz? Mana kecha chiqdi sud medekspertiza xulosasi. Cho'zib erta indin qilib kecha chiqarishdi. Kecha chiqarganda hamma gapi taxminga asoslangan. Mayli unga ham ko'z yumdik. Самое главное, boshini ochib, miyasini necha gramligigacha o'lchab chiqarib berishibdi. Aslida Nozimani bosh chanog'i, ya'ni nima deydi? Bosh chanog'i, tushundingizlar nima deyotganimni? Ochilmagan. Cherib ochilmagan. Cherib bundoq ochilganda uni miyasini o'lchab ko'rgan, boshlatgan deb yozyapti-da. Aslida cherib ochilmagan. Endi Nima ham aytdi-ku, dalil o'zim aytdi-ku buni, cherib ochilmagan deb. To'g'ri, hozir to'g'ri gapiryapsiz. Lekin sud medekspertiza ochilgan deb bergan. Kimga ishonamiz? Sud medekspertiza ochilmagan. Ochilgan deb emas, miyasini vesini ko'rsatgan. Mana shuncha gram deb miyasini vesini ko'rsatgan. O'shaning uchun ham dalil aytdi, ochilmagan bo'lsa qanday buni miyasini vesini bilinadi deb. O'shaning uchun aytayapman-da, boya aytib o'tdim. O'zini o'ldirgan odamlarga taxminan chiqadi. Agar yerda real qotillik bo'lganda edi, real odam o'ldirilgan bo'lganda edi, siz aytganday miyani ochib, gramma-gram, santimetr o'lchab chiqarardi. Yerda odam o'zini o'zi osgani uchun sud ekspertiza taxminan deb chiqargan. E'tibor qilgan bo'lsalaring, bo'yni ham taxminan yozilgan, vesi ham taxminan, miyasini haligi grammi ham taxminan. Agar men adashayotgan bo'lsam, mana advokat opamiz gapirishingiz mumkin. Bemalol. Timur, biz bugun bu masalada 30 yillik sud ekspertizada ishlab pensiyaga chiqqan, 30 yillik tajribaga ega bo'lgan opa bilan uzoq suhbat qurdik. Bunaqa narsa yo'q ekan. Sud ekspertizada bunday qilishimiz mumkin-da. Taxmin degan so'zga o'rin yo'q ekan. Yo'q. Apajonim, bunday qilamiz-da. Mana sizlar men bor insonmiz. Bu sizlar hech qaytdimi? Bu kanaldan kelgan ekansiz. Men ham kanaldan keldim. Agar men hechqanday topib gapirsangiz mumkin, bemalol internetga kirib private qilishingiz mumkin. Masalan, Rossiyada ham shu ahvol, O'zbekistonda ham shu ahvol, butun dunyoda shu ahvol. Odam o'zini o'zi o'ldirsa, ko'p narsa yuzaki bo'ladi. Ko'p mana shu xulosalar, ekspertizalar yuzaki bo'ladi. Chunki bu yerda aniq fakt, odam o'zini o'zi o'ldirgan. Tushunyapsizmi? Bu birinchi o'rinda o'ynaydi. O'shaning uchun gapingizni to'g'rilab ketaman, aniq fakt emas-da. Yo'lda apajonim, tushundimmi sizni? Yo'q, agar qarang Timur, agar ular haqiqatdan ham Nozimani sud-med ekspertizani ko'rib, tekshirib qilishgan bo'lganda edi, Nozimani badanidagi jarohatlarini, yuzidagi, qo'llaridagi, oyoqlaridagi jarohatlarini ko'rib, sud-med ekspertiza qilgan bo'lishadi. Yo'q. Ko'zi nimaga ko'kargan, o'zini osgan bo'lsa? Anti nimaga ko'kargan? Mamti nima bo'lgan? Mamti nimaga bo'ldi apajonim, mana shu joyda aniqlik kiritib o'tay. Qarang, o'lik osilgan. O'zingiz tushunasiz, o'lik osilib turibdi. U o'likni yechayotgan paytingizda, masalan, o'likni yechasiz-ku, shu ro'molni yechish kerak o'likni olish uchun. O'sha paytda yiqilgan bo'lishi mumkin, yiqilgan paytda burni singan bo'lishi mumkin, ko'zi ko'kargan bo'lishi mumkin, peshonasi yirtilgan bo'lishi mumkin. Bu narsalarni sud-med ekspertizaga, masalan, o'sha Nozimani onasidan so'rashingiz mumkin-da, jalb yozishi mumkin. Polniy rost yozib berganini.
haligi yiqilgan o'lgandan keyin jarohat olganmi yo o'limidan oldin jarohat olganmi? Bu narsalarda sud ekspertizaga yozilgan bo'ladi opajonim. Mana o'likni olayotgan paytda mumkin qo'ldan tushib ketgandir o'lik. Tushundingizmi? U osilgan holda-ku, bo'sh holda bo'ladi. Masalan, yechdingiz, o'lik tushib basharasi bilan urishi mumkin, qo'li sinishi mumkin, kallasi jarohat olishi mumkin. Bu oddiy holat. Bu kriminalistikani salgina o'qisangiz, buni siz tushunib olasiz. Bu Tamam. o'limdan keyingi Mayli, buni holatlar ham qabul bo'lishi qildim. mumkin. Mayli, sizni gapingizni qabul qildim. Mani bilganim bir bo'yicha minut o'lgan Giz opa odamda gapiraverasiz. Giz opa bir minut gapiraverasiz. Xullas Marjona xabar olmadi u bu deganingizga Marjonni hech kim gap qo'shmay turing, iltimos Yo'q, sizdan. men gapirib Yo'q, o'tdim. Gizopa bu meni adminim. Iltimos. Gizopa bu meni adminim. Eshitaylik nima Opa, indamay turing. Marjonaxon menga lichkamga tashlab qo'ydi. Xabar olganini, gaplashganini lichkamga tashlab qo'ydi opajon. Tuhmat qilmasdan, yolg'on gapirmasdan chiroyli. Qayerda xabar olib, qayerda gaplashganini ham aytib qo'ying. O'zbekistonda uyiga bormagan. Ko'ngil Instagramda nima qizig'i bor? Uyga borgan, bormaganmi xabar olgansiz, xabar olmagan deyapsiz. Instagramda gaplashgan, holat javob bermagan hatto bu qizga. Hop, endi biz agar xohlasangiz, agar Marjona chidolsalar, biz ularni gaplashishgan zapislarini chiqaramiz. Ular prosta afshakka chiqib ketmaylik. Otimiz chiqib ketmasin deb Ferzopa bilan kelishib olishgan. Bo'ldi, kelishib oldik. Sizlar haqida gap bo'lmaydi deganlar Ferzopa. Bo'ldi, shu gap bo'lgan. Ko'rdingizmi? Xohlasanglar agar chidolishsa, zapislarni chiqarib olamiz. Zapisda turibdi hammasi. Temur, bu opa kim bo'ladi Nozimaga? Apa, bu Nozimani o'zi biladi. Endi davom eting apa. Keyinga o'tamiz. Xo'p. Bu ham o'tdi. Mayli, ekspertizani sizni gapingizni qabul qildim, lekin meni bilganimcha inson o'lgandan keyin hech qati ko'karmaydi, hech qati bir jarohat olib qo'l izi yo boshqa iz tushmaydi. Tushsa ham ko'karmaydi. To'g'ri, unda bosganingizni ter bosilib qolishi mumkin, lekin ko'karmaydi. Chunki qon aylanmaydi-ku badanda. Hop, mayli, siz aytganingizni qabul qildik. Biz hammasini cholicha qabul qilamiz. Mana hayotdagi apa bitta narsani tushuningda. Mana morazilkadan o'likni oladi-ku, mana o'likni murdani morazilkadan olasiz, morazilka sovuq bo'ladi bilsangiz agar. O'sha chirib ketmasligi uchun va hokazo. Lekin uni murdani morazilkadan olib, oddiy misol, ilimliq suv bilan yuvsangiz ham ko'karishi mumkin. Tushunyapsizmi? Ishonmasangiz kirib ekspertizani o'qib ko'rishingiz mumkin. Oddiy issiq suv bilan yoki ilimliq suv bilan yuvsangiz, murda ko'karishi mumkin o'sha ushlagan joylaringiz. Bunisi ham bor. Hop, buni ham qabul qildim. Qarang. Murdani ushlaganda, jasadni ushlaganda, mayli, qatidan ushlaydi, oyoqdan ushlaydimi, qo'ldan ushlaydimi? O'zidan nimaga ushlaydi? Bo'ynidan nimaga ushlaydi? Ko'karsa hamma yog'i ko'karadimi? Yo, aynan Apa menda surati turibdi, bo'ynidagi apajonim, menda surati turibdi, aniq o'sha mortagi surati turibdi. Yerda bo'ynida odamni qo'li yo'q, arqondimi o'sha shu ro'mol dezi bor-da, ro'molmi, arqonmi bilmayman, nima bilan o'tgan. Uni ham qabul qildim. Hop, uni ham qabul qildim. Mayli, sizniki to'g'ri. Endi Nozmani oilalari aytayotdilar. Qabul qildim. Qizim o'zini osgan deb beringlar. Mayli, lijbi nima bo'lsa ham sud ekspertizani beringlar. Osgan bo'lsa osgan deb beringlar deyaptilar. Buni ham berishmadi. O'rg'asi singan, bundoq bo'lgan, ikkita piqiga ukol qilingan. No whatever. Bo'ldi. Buni ham o'tkazdik. Hop, shuni bersa, biz She'rda yolg'on gapiryapsiz. Apajonim, she'rda yolg'on gapiryapsiz. Qanday qilib dalil uzda o'sha ekspertiza bor ekanda-yu, Nozima o'sha ayolni onasida yo'q ekan. Bor. Yo'q, bor. To'xtang. Fikrimni noto'g'ri ifodaladim. Ekspertiza chiqqaniga aniq chislosini aytmay sizga bir hafta bo'lmadi hali. Даже ekspertiza chiqdi. Bilaman, o'sha dalil ishir qilgan kundan bir kun oldin chiqqan, to'g'ri. O'sha kuni chiqdi. Bo'ldi. Bir kun oldin chiqdi, bo'ldi. Ungacha bermagan. Ungacha Ferzopa sarson bo'lganlar. 10 kunda beraman, falon kuni beraman, pismadon kuni beraman qilib sarson qilishdi. Mayli, nima deb bersang ham faqat ber. Osgan deb berasanmi, kesgan deb berasanmi? Masalan, Koreyadagi odamlar bilan gaplashganimizda o'shalar aytishdiki, 1 oydan 3 oygacha bo'ladi. 3 oydan keyingacha ham darj cho'zilib ketishi mumkin deb buni biz aniqlik kiritdik. Bu shunaqa bo'lishi mumkin ekan.
Unga ham ko'ndik. Mayli, 3 oyda chiqibdi, okey. Bunga ham ko'ndik. O'zi aslida menimcha qonun bo'yicha sud-med ekspertizasi o'zi jasad chiqib ketishi kerak emas, gruz chiqib ketishi kerak emas. O'zi bilishimcha. Hop, mayli, bunisini ham qabul qildik. Endi sud-med ekspertiza chiqdi. Endi u yoqdagi eksgumatsiya xulosasini kutyapmiz. Eksgumatsiya xulosasida qovurg'asi qalb massajdan singanmi, tepishdan singanmi, nimadan singan? Bular hammasi aniqlanar ekan. U qurt yeb ketadimi, boshqa narsa yeb ketadimi, ilon chayon yeb ketadimi, absolyutno farqi yo'q ekan. Baribir ma'lum bir ko'sak qolar ekan. O'sha qolgan ko'sakni turpoqga qorishib ketsa, turpoqdan namuna olib tekshirilar ekan. Bular hammasi o't, ido inshaalloh chiqar ekan. Ichidagi organlari olinganmi, ichida qolganmi, nimaga yorilgan, qatiga nima bo'lgan, hatto ular aytib berdilarki, zarba olgan joy, masalan, o'sha ko'karganku mana terisi chirida, o'sha terini zarb olgan joyi bilan zarb olmagan joyi boshqacha chirir ekan. Farqli o'laroq chirir ekan. Bularni xudo xolisa yana chiqaramiz. Lekin bizani boshidan kelayotgan joyimizda ba'zi haqoratlari onaxonga nisbatan, Nozimaga nisbatan. Mana Timur bitta narsa so'rayman-da, men siz erkaksiz, endi sal qog'ozga o'rab so'rayman. Deylik, mana fohisha. Biz hammamiz fohishani qo'limiz bilan ko'rsatamiz. Mana shu fohisha deymiz. Bu fohishani xizmatidan foydalanayotgan erkaklarni nimaga ko'rsatmaymiz? Uni gunohiga baravar sherik bo'layotganlarni nimaga ko'rsatmaymiz? Agar shu erkaklar to'layapti ular-ku, ular bepul bormayapti-ku, pul to'layapti-da. agar shu erkaklar pulini to'lab, o'shalarning xizmatidan foydalanmasa, ular majbur chiqib ubojsizlik qilib bo'lsa ham pul topadi. Ularni hech kim peshonasiga pistolet tirab olib borib shu fohisha bilan birga bo'lgin demayapti. Hammasi fohisha bilan kelyapti. Nimaga biz balkim fohisha majburlikdan fohishalik qilayotgandir. To'g'ri. Hop, bu ham Men o'tdi. bu yerda bunday bo'ldi-da, mana shu Nozimani birinchi marta haqorat qilishganda, haligi Nozima fohisha bo'lgan, 5 ta erkak bilan yotgan, ichgan, degan gaplar bo'ldi. O'shanda men aytdim, mumkin majburlikdan qilgandir shu ishni, mumkin puli bo'lmagandir. Endi musofirchilikda baribir. Endi musofirchilik o'sha majburlikdan o'sha 5 ta erkak bilan ushlayotgandir. Даже bir ikkita odamlar aytishki, 5 ta erkak bilan bir vaqt o'zida yotgan. То есть групповуха deydi bu narsalarda. Shunaqa bo'lgan dedi. Men aytdim, majburlikda endi pul berishgan bo'lsa, endi birinchi ham emas, oxirgi marta emas qilgandir deb shu gapingizga qo'shilaman. Shunday dedim men lekin. Hop, Majburlikdan bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi islomda birovni fohisha deyish uchun islomda ham даже guvoh keltirishingiz kerak-da, to'g'rimi? Hop, siz mana u aytayaptiki, men Nozimani tanimaganman, ko'rmaganman, lekin bu qiz qachondir shu nima Avaz akaga bir agar bizni tomonga yo'llar chiqib qolsa, bir ovqat qilib, yo bir nima qilib mehmon qilsam bo'lar ekan, yo bir yordam qilsam bo'lar ekan degan ekan. Men o'zi asli tanimasdim bu qizni. Tanimagan qizingizni nimaga fohisha deysiz? Nimaga challenge qilgan deysiz? Tanimasangiz u qizni, ko'rmagan bo'lsangiz, nimaga asoslanib siz fohisha deysiz? Nimaga asoslanib rasmini chiqaringlar, challenge qilinglar deysiz? Bu xunuk narsa-da. Bu o'tdi. Hop. Keyin kiryaptilar-da videoda. Mana shuni ichib o'tirgansizlar-da, endi deyaptilar. Dedi o'sha qiz o'sha kuni onasi bilan gaplashganda iftorlikka Koreya oldinroq ekan, iftorlik qilib bo'lib, og'zini ochib bo'lib, uylarni yig'ishtirib gaplashgan. Onasi tomonda endi iftorlik vaqti bo'layotgan bo'lgan. Mehmonlar bilan ko'rishadigan payti bo'lgan. To'g'risimi? Ha, voy sizlarga endi iftorlikmi? Men qilib bo'ldim deb xonalarni, uylarni yashirib, eshiklarni yuvib gaplashayotgan bo'lgan. Ro'za tutgan odamga ichish nimaga kerak? Bo'lmasa ro'za tutib nimaga kerak? Bu bitta narsa. Keyin Sherzodga aytayaptiki, ha, endi sizni o'ynashingiz bo'lganda. Bitta domla chiqib aytdiki, men o'qiganman bular nikohini dedilar. Hatto mayli, agar o'sha nikoh o'qigan odam guvohlikka chiqmagan taqdirda ham kimda ko'ngli bor qo'yavering, o'ynasin. Sizga nima, siz uxlang Avazbek. Sizga nima? Sizni pulingizga yuryaptimi? Sizni uyingizda yuryaptimi? Yo sizni xotiningiz bilan, sizni anaqangiz bilan, onangiz bilan yuryaptimi? Okangiz bilan, sizga nima? Endi
aslida o'zi yo'q. Bu narsalar yo'q narsalar. Temurbek, siz noto'g'ri tushunmang. Bu narsalar yo'q narsalar. Bular davno uzilishib ketgan bo'lgan. Davno Nozima halol pattasini qo'liga berib, Sherzodni ko'tiga tepib haydab yuborgan bo'lgan o'zi aslida. Bu narsalar yo'q narsalar. Bular hammasi tuhmatligini aytmoqchiman sizga. Hattoki tuhmat bo'lganda ham mantiqan bir-biriga to'g'ri kelmaydigan tuhmatligini aytib beryapman sizga. Xo'p, endi siz mana erkaksiz, uylanganmisiz, kechirasiz? Opajonim, meni bola chaqam Uylangansiz, a? Qarang. Siz og'ayingizga telefon qilib, "Shunda bizaniki bor, men xotinimni epilepsiyasi tutqanog'i bo'lishi mumkin" deb uyingizni kodini, uyingizni kalitidan bitta alohida qilib o'rtog'ingizga berib qo'yasizmi? Конечно. Dedingizmi, yo'q dedingizmi? Yo'q. Vot, ko'rdingizmi? O'zingiz ham aytyapsiz. Mana mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Sherzod srochga berib qo'yganmish-da. Sherzod o'zi aytyapti. Men uyga ketyotgandim Jamshid bilan. Demak, bular bitta uyda yashamagan aslida. O'ynash ham bo'lmagan. Hech kim bo'lmagan. Taloq pattasini qo'liga berib haydab yuborgan bo'lgan Sherzodni. Yashamagan. Srochda u uyga kodi nimaga bor? Что он там делает? Кто он такой вообще, чтобы зайти nomahram ayolni uyiga, o'rtog'ini yaxshi ko'rgan qizini uyiga, o'rtog'i yo'q paytda srochga nima bor? Sherzoddan keyin srochdan yurishni boshlagandir, qayerdan bilasiz? Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Sroch bilan bular как ma'naviy aka-singillik bo'lishgan. Hop, ana bu narsalar degandan keyin uyini kalitini bilganda. Nima deysiz? Yo'q. Uyi kalitini yo'q, Nozima bermagan. Nozima bu narsani men aytmayapman. Bu narsani Sherzod aytyapti. Sherzod o'zini og'zi bilan srochda ham bo'lgan, o'sha uyi kalitini men aytganman. Borgin, xotinim tutqanog'i bor edi, cho'ta tutqanoq tutyapti. Nimadir degan. Xullas, men уже asabim buzilgandan oxirigacha eshitolmaganman, lekin bu Sherzodning gapi. Meni gapim emas. Men Sherzodning yolg'onchisiman. Sherzodning gapirgan gapini sizga qaytarib aytyapman. Tushundim, opa. Xo'p, baribir в любом случае begona erkaklarni yaqin o'rtog'ini, masalan, bitta joyda, bitta dasturxondan o'tirib osh ovqat yeydigan o'rtog'ini nomahram xotini bor uyda ularni ishi yo'q edi o'zi aslida. Bularni hammasi judayam qotillik bo'lganiga 99.9% ishorat. Ular borish kerak bo'lmagan joyga borishgan. Mana shu gapingizga ikkita savol tug'ilyapti. Sherzod bilan Nozimani o'rtasida nikoh bo'lganmi? Bo'lgan. Nikoh bo'lgan bo'lsa, nima uchun bular haligi bir-biri bilan sentyabr oyidan berimi, 3 oymi gaplashishmagan, короче. Aytolmanku, Sherzodni u yoqda bitta qizga unashtirishmoqchi bo'lganini, ota-onasini shunaqa planlarini eshitgandan keyin Nozima yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi degandek Sherzod bilan ajrashgan. Bo'ldi. Bular ajrashib ketishgan bo'lgan. Sherzodda nifiga подобного, uni uyida hech qanaqa ishi yo'q edi. Sherzod nima qilib yuribdi? Вообще не пойму. Chunki Nozima eski uydan yana bitta savol tug'ilyapti-da. Yangi uyda Nozima yangi uyga ko'chib o'tdi dedi, diskussiya bo'yi. Yangi uyda kodini, eshigini qayerdan bilgan bo'lsa Sherzod va uni jo'rasi. Грубо говоря, Sherzod все время приставал ей. Постоянно qo'ymasdan ketidan mana shunaqa qilib yuravergan. Потому что qo'pol qilib aytaman, Nozima sog'in sigir bo'lgan. Nozima у нее есть машина. Uni pulini ishlatib, foydalanib, kerak bo'lsa Nozima kiyintirgan. Hop, endi yana nima edi? Qayerga keluvdik? Xullas, mana shunaqa qilib, Nozimani yangi uyiga kelib, narsalarini olib, pullari yo'q. Pullari bo'lgan, onasiga aytgan, "Men shuncha pulim bor, ona, uy olaman borsam." Chunki o'sha vizasi anaqa qilgandan keyin, yangilangandan keyin Toshkentga borib kelmoqchi bo'lgan. Shu joyga qo'shimcha qilaman. Agar aniq faktingiz bo'lsa, Nozimani uyiga kirib, Nozimani tillolarini, pullarini olgan aniq faktingiz bo'lsa, men hozir avvalga telefon qilaman, hamma narsasini ido bir gramma-gram tin-matin qaytartirib beraman. Faqat dalil, isbot faktingiz bo'lsa, hozir telefon qilib qaytartiraman. Hozir Koreyada o'zimda bratanim ishlayapti. Ishoning, bularni bo'lgan yer bilan yakson qilib, kerak bo'lsa ko'tdan sug'urib oladi. Faqat dalil, isbot fakt kerak. Nozimani tillasi borligiga dalilim bor. Uni kim olganiga dalilim yo'q.
Yo, pul ham bor deyapsiz. O'shani agar именно Sherzod yoki shu avaz odamlari olgan bo'lsa, именно shu pullarni teng-teng qaytarib berishga bemalol aqlim yetadi. Yana Faqat dalil aytmoqman, kerak. Nozimani puli borligiga dalilim bor, lekin kim olganiga dalilim yo'q. Yo'q, siz aytdingiz Chunki tillosi borligiga uyi dalilim ichida bor. kamera Kim yo'q-da. olgan? Yo'q, Da. hozir siz ikki xil gapiryapsiz. Birinchi aytdingiz tillosi Ikkalasiga borligiga ham, dalilim bor. pillasiga ham, puliga ham. Men siz aytyapsizki, Nozimani onasi aytdi. Men Nozimani onasi masalan mumkin yolg'on gapirgandir. Nozimani onasi meni qizimda $1 million puli bor edi desa, men masalan ishonmayman men. Siz ham ishonmaysiz. To'g'ri, lekin aqlga sig'adigan pulni uy olish niyati bo'lgan. Mana masalan qarang, siz uy olmoqchi bo'lsangiz, siz birdaniga bugun kelib, "Bo'ldi, oy menda masalan $50 ming pulim bor, bugun uy olaman" demaydi-da qizlar. Siz Yo'q, erkaksiz. mumkin bankda bordir. Qarang, Yo'q, apa, eshittiring. mumkin bankda Siz- turgandir. Qarang, bunday qilaylik. O'sha Nozimani banklardan tekshirish kerak. Mumkin rosti bilan Nozimani gapi to'g'ridir, onasining ham gapi to'g'ridir. Mumkin qaysidir bankka сбережение, masalan, Nozima ham jinda emas-ku, qisqasida haligi bitta odam 3 oydan beri buni преследовать qilyapti. Mana Sherzod ham 3 oydan beri преследовать qilyapti, kun bermayapti, uyida nalishka pul saqlasa. Mumkin bankda saqlagandir, mumkin o'sha pul turgandir. Mumkin tekshirib ko'rish kerak bu narsani. Sizni gapingiz ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Mumkin bankda turgandir o'sha pul. O'sha pulni olsa bo'ladi. O'limini nimasini oladi? Men onasiman deydi. Mana qizim o'lgan deydi. Hujjatni ko'rsatadi, bankdan pulni oladi. Bu ham variant apa. Hop. Mana bu ham variant, to'g'ri. Qabul qildim gapingizni. Illachi. Men avaz bilan gaplashib ko'raman. Agar rosti bilan tillo-pillo temasi bo'lsa agar 100% qaytarib beradi. O'sha Men yili avaz bilan qishda- gaplashib ko'raman demadi. O'sha yili bu yil qishda yangi shuba ham olgan bo'lgan. Yangi kiyimlari bo'lgan. Musorgaga tashlab yuboribdi. O'sha kiyim, hamma narsani musorgaga tashlab Timur, yuboribdi. musorgaga birovni kiyimini, birovni mulkini tashlashga kimni qanaqa haqqi bor? O'likdan keyin yo kimgadir tarqatiladi, yo musorgaga musorgaga Hop, Timur, tashlatiladi. uni ham qabul Voy, qildim. apa. Mayli, o'likdan keyin musorgaga tashlasa, nimaga hamma eski tuski kiyimi bilan tashamaganda, yangilarini tashlab olib, eskilarini bitta korobkaga solib oyisiga jo'natib yuborgan. Tushmadim, qaytarib yuboring apa, men o'qiyotgandim. Hop, agar sizni gapingizni qabul qilsam, o'lgandan keyin marhumani kiyimlarini musorga tashlab yuborgan bo'lsa, nega yangi kiyimlarini tashlab yuborib, eskilarini bitta korobkaga solib Toshkentga jo'natib yuborgan? Buni bilmayman apajonim. Mana ko'rsiz, mantiqan bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsa. To'g'ri. Tashlasa hammasini tashlaydi, tashlamasa hech qaysisini tashlamaydi. Hop, bu mavzuni ham o'tdik. Yana nima, agar siz savolingiz bo'lsa ayting, men eslagan joyim bo'lsa yana aytib ketaman. Savolingiz bo'lsa bering. Qo'shimcha qilsam maylimi? Mayli. Timur, siz so'radingiz-ku, vizasi qanaqa bo'lgan deb. To'g'ri, vizasi просроченный bo'lgan, lekin migratsiyada продолжить qilganga topshirilgan edi. Cho'zdirilishga topshirilgan. Vizani cho'zdirish uchun topshirilgan bo'lgan, to'g'rimi? Да, она подавала заявку. Всё, я Boya понял. aytib o'tdim, o'sha vizani обновлениеga topshirgan bo'lgan. Bu mana sizlarni gaplaringdan kelib chiqib, voy, kimdandir ovoz Uzr. sizdan ovoz qaytyapti apa. Bitta narsada mana sizlarni narsalaringni eshitdim, hozir rosa ko'p eshitdim. Shu sizlarni gaplaringdan kelib chiqib, bu o'zimning fikrim emas, sizlarni gaplaringdan kelib chiqib, dalilda ham haqiqat borligini men haliga his qilyapman, sezyapman, chunki boyagi sizlardan oldin Mavlud opamidi, o'sha kirib ham gapirdi. Rosti bilan ham 180 joyga 1.7 Lichkamga yozmay turinglar, bolalar, boshimda og'ritib achitib yubordilaring, sizlarni o'qiymi, men gapiraymi, yo'qolishaman, saybal. Короче, nima? 180 joyga 1.74 ayol o'zini osolmaydi, do'stlarim, bu fakt. Bu bundan qochib qutulib bo'lmaydigan narsa-da bu. O'sha sizlarning gaplaringdan kelib chiqib, hozir men ko'ryapmanki, dalil tarafda ham haqiqat bor. Bu narsani ham biz eshitishimiz kerak. Bu masalan avaz tarafda biz polniy 100% eshitdik, mikrofon berib qo'ydik, kirishdi, gapirishdi. Mana bugun dalil tarafdan shu vaqtgacha urishib kelardik. Hozir mana dalil tarafdagi ayollarni ham eshityapmiz. Bu ayollarda tarafida ham haqiqat bor. Albatta biz oxirigacha eshitib chiqib, undan keyin xulosa qilamiz, do'stlarim.
Faqat biz xulosa qilganimiz bu bizning shaxsiy xulosamiz. Bu hech nimani o'zgartirmaydi, qonun qoidani o'zgartirmaydi. Bu bizning shaxsiy xulosamiz bo'ladi. Mana Gizopa ham rosa chiroyli gapiryapti, молодец. Haligi jur'at etib bemalol qo'rqmasdan gapirganingizga men xursand bo'ldim, Gizopa gap to'g'risi. Qo'rqmasdan gapirganingizga xursand bo'ldim. Men har doim inson qo'rqmasdan o'zini haqiqatini gapirsa, men hurmatini qilaman. 100% bu narsa. Albatta hurmatini joyiga qo'yaman. Gizopa bu bitta qo'shimcha qilib ketay. gapiring. Hozir men lichkamga yozishdi. Eshitishim bo'yicha siz Nozimani 3 ta erkak bilan birga bo'lgan rasmini montaj qilib qo'ygan ekansiz. Astag'firulloh. Hayotda yo'q. Okey. Qilmaganman. Значит, qarang. Qilmaganman. Qayerdadir kimdir qo'ygan. Meni gruppamga yo'q. Meni gruppamga Nozimani to'xta Temur, men qo'shimcha qilaman. Jim turing, meni gruppamga Nozimani santaj qilib, 3 ta erkak bilan, 5 ta erkak bilan tashlashgan ekan. Men uxlagan bo'lganman. Uyqumdan turganimdan suratlarni o'chirganman. Montaj qilgan odamlarni hammasini onasini so'kib chiqqanman. Bitta qoldirmasdan. Mana gruppamga aytganman. Kamchiroq gapimni tugatib olay, gapirasiz. Keyin bu gruppaga men taqiq qo'yganman. Nozimani surati, Nozimani onasi yoki montaj, santaj qilganingda onangni batirga bog'layman deganman. Bo'ldi, gapim tugadi, Shamchiroq gapiring. Men gapiray. Aynan seni oilang bilan rasmlaringni mana shu ayol gruppaga tashlagan o'zi. O'zi admin bo'lib o'tiradigan gruppaga tashlab. Bu faqat shu ayol bo'ladi. Shamchiroq, Allohning oldiga bu ayol o'zi javob beradi. Lekin men birontani montaj qilmaganman, santaj qilmaganman, biron kishi keltirib bera olmaydi. Meni akkauntimdan Montashagan deylarmi? Ma'ni aytyapsizmi, Simoy? Ha, sizda aytyapsiz. Men hech haqi ishlama tashlamaganman. Hech haqi. Xotin bor, opa, men hamma narsani Temurga tashlab o'tiribman lichkasiga. Joningizdan aylaning, men hech haqi ishlama tashlamaganman. Hech qanaqa shantaj, montaj unaqa qilmaganman. Xo'p, endi Timur, qarang. Men Gizopa, boya tillo dedingiz-ku. Hozir gapingizga, hozir 1 sekund. Men shu gapingizga qo'shimcha qilib ketay. Mavzudan chetlashmasimizdan. Siz hozir gapirayotgan gapingizda qasman haqiqat borga o'xshadi. Nozimaga 5 ta erkak bilan, 3 ta erkak bilan birga bo'lgan deb tuhmat qilayotgan erkaklar bizani dalilni detektivga qilayotgan qidiruv anaqa surishtiruv ishlarida zo'rlangan degan taxmin juda ham anaqa yuqori protsentda. Balkim o'sha 3 ta yoki 5 ta erkak bitta bo'lib o'sha kuni zo'rlab, urib, tepib o'ldirilgan, jinsiy zo'ravonlik ko'rsatib, keyin urib o'ldirilgan degan taxmin ham bor. Balkim ular o'sha qilmishini Nozimani o'zi qilgan deb o'ziga tuhmat qilib olgan bo'lishligi mumkin. Balki bu rostdan bu ish bo'lgandir. Balki ular rostdan 3 kishi, 5 kishi bo'lib zo'rlashgandir Nozimani. Bunaqa taxmin ham bor. Gizopa, напомните еще, пожалуйста, когда она oxirgi marta oyisi bilan gaplashdi, и через какое время они пришли, o'lyapti, zo'rg'a nafas olyapti degan insonni oldiga o'zingiz aytib keting shuni. Men просто xronologiyasida adashib ketaman-da hozir. Valyajni poxodka bilan shoshilmay kelgan Siroj или Jamshid, adashaman. Siz bilasiz. Keyin Nozimani joni uzilgan vaqti выписка из больницада yozilgan. Там 2 с чем-то, около 3 ночи. Nozimani telefonidan onasiga sheva tilda, то есть Nozimaga не властный shevada javob kelgan, jo'natilgan videoga. Bu gapingizga sraz javob beraman. Больница murda kelgan vaqtni hisobga oladi. Masalan, soat 1 da o'lgan bo'lsa, murda soat 2 ga больницаga olib kelishgan bo'lsa, soat 2 da deb yozadi, opajonim. Shuning uchun bu nima noto'g'ri narsa bu sizga. 3:30 da onasiga javob kelgan. Xo'p, 1 da o'sha birinchi больницani anaqasi bo'yicha 2 da qabul qilib olgan, a? Tanani. Qabul qilgan. Nozima, 3 ta Nozima oyisiga xat SMS yozyapti. Haqiqatan. Nima deb anavlar yozgandir-da, anavlar. Ana o'sha bizni keltirib bermoqchimiz-da. Da, o'shani biz keltirib bermoqchiman. Xo'p, endi ayting boyiga tilla degan masalangizni. Tillo masalasida bitta o'zigi bo'lgan ekan, Nozimani tillo o'zigi, uni ham Lombardga topshirgan ekan. Sotgan ekan, qarang. Timur, siz erkak kishisiz-da, siz hech kimga hech nima отчитываться qilmaysiz-da. Biz ayol kishimiz. Biz har bitta qilayotgan ishimizdan onamga aytib boramiz. Uzuv olsak maqtanamiz. Mana ona, men uzuv oldim deb.
topshirsak, "Voy ona, bugun topshirib keldim" deb. Tushunasizmi? Bo'lmagan narsa. U bor edi. Nozimani mulkiga tajovuz bo'lgani, mulkini o'zlashtirish bo'lgani, undan so'ramasdan begona odamni, kontrakt boshqa odamni ustida bo'lib turib, hech kim bo'lmagan Sherzod borib kontraktni buzib, uni pullarini, depozitlarini olib, uylarni yashirib chiqib ketib, Nozimani mulkini talon-taroj qilishgani bir kishi emas, bir necha kishi bo'lib tog'orchalargacha olib chiqib ketishgani, bu bor fakt. Bu gap emas, bu prosta spletnya emas, bu fakt. Videolar bilan ko'rsatib berilgan fakt. Именно siz aytayotgan narsangiz to'g'ri bo'lsa, именно fakti bo'lsa, Nozimani onasiga aytish kerak. Bularni ustidan ariza kiritsin. Nima haqqi bor uni haligi Qilinyapti, ular qilinyapti. Zo'rlangan deganga yana bitta gap qo'shmoqchiman. O'tgan safar zam hokimda chat bo'layotganda Gavhar tarjimon gapirayotganda avaz o'rtaga suqilib, Gavhar opa marhumani qonida kimlar bilan bo'lgan, kim bilan yotgan, kimlar bilan jinsiy aloqa bo'lgan geni yoziladimi med ekspertizaga deb oraga gap qo'shgan. Keyin Gavhar aytganki, albatta hammasi chiqadi, nimaki qilgan bo'lsa hammasi chiqadi dedi. Bu zo'rlanganga degan gumonga yana bitta plus nima deydi, ma'lumot bo'la oladi. Chunki o'zi qilgan ishni oldindan aytib qo'yapti. Lekin Timur, sizga bitta menda boshqa savolingiz yo'qmi? eshitamasizda apa, men sizda eshitish uchun chaqirdim apa. Yo'q, men gapimni gapirib bo'ldim. Endi agar qo'shimchalar bo'lsa, esimga tushsa aytaman. Meni sizga shaxsiy savolim bor. Agar mumkin bo'lsa. Bemalol. Xo'p, siz nimaga Nozimani o'zini osgan yoki o'ldirilganligiga shubha qilib, bunga qiziqib, bu to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitishga qiziqdingiz? Sababi nima? Nima sabab bo'ldi shu narsaga? Bu mavzuni birinchidan meni qo'limga tushgan bu mavzu. Hamma trendovoy, topovoy mavzular birinchi bo'lib mendan o'tadi. Menga tashlab berishadi. Onisi men yutib tura olaman abajonim, men prospekt bo'lamasman. Men U sizni dalil malillar, uzr. u dalil malillar u ikkinchi masala. Bu masalada birinchi menga tushgan, u avaz chiqarayotgan paytda menga tushgan. Shu masalada iltimos Timurjon o'zingizni fikringizni bildiring deb o'sha sizlar taraflar ekan, dalil tarafdan hozir bo'lib qoldi. U paytda sizlar tarafdan men ko'rib chiqqanimda baribir menda bunaqa narsa borda, men ko'chani bolasiman, do'stlarim. Haligi ayol kishi tarafda bo'lmayman-da baribir. Biz ko'chani bolalari baribir nima desa ham erkaklar tarafda bo'laveramiz. Endi tushunasizlar degan umiddaman. Chunki biz ko'chada haligi bir Murskaya solidarность. Murskaya solidarность deb qisqa qilib aytaylik. Keyin ikkinchi masala o'sha men avazni menga tashlab berishdi. Men birinchi o'zi avazni itarmoqchi edim. Nozimani o'ldirgan ekan, juda degan, men avazni itarmoqchi bo'ldim. Shuni avazni danlarini oldimda-yu, shuni qarasam, avazni bunday manga bo'ladi, endi xafa bo'lmanglar, haligi zam hokimdagilar, avazni qo'lidan odam o'ldirish tugul, pashsha o'ldirish kelmaydi-da. Ishonaveringlar, bu shunaqa bola bu. Pashsha o'ldira olmaydigan bola, faqat yaxshilik qilsa qiladi. Yomonlik qila olmaydi. Men sal chuqurroq kovlaganimdan keyin chiqib keldi masala, masalan, o'qitgan odamlarni, Koreyaga olib borgan, ish bilan joylashtirgan, ish bilan ta'minlagan, uy bilan ta'minlagan, haligi qabristonlarda borib tozalattirgan do'stlarim, bu erkaklarning ichida bu juda katta narsa-da bu. Avazga o'xshagan mujiklarni biz masalan tog'day turib beramiz-da. Avazga o'xshagan bolalarning orqasini tog'day turib beramiz. 100 ga 100 narsa bu. Hech kim uni men dalilni orqasidan hayotda turmayman men. O'lib ketsa, otib yuborishim mumkin. Prosta avazda qilgan yaxshiliklari, bolalar bu erkaklik-da bu. O'shaning uchun men avazni sirada aytdim, значит, bu bola haq, panatkasi joyida, kallasi joyida, to'g'ri ish qilyapti. Mana bu hozir eshitgan gaplarimdan kelib chiqib, bu ikkita bola o'zini osmoqchi bo'lgan bo'lsa, mana xalqning bosimidan avaz ularda tarafini olgan bo'lsa, o'zini o'ldirmasin deb o'zini karyerasi bilan, o'zini obro'sini riskovat qilgan bo'lsa, значит, avazda haqiqat bor deb o'yladim. Chunki rosti bilan avaz bu yerda ham karyerasi bilan, ham obro'si bilan, ham o'zini hayoti bilan riskovat qilyapti u bola. O'shaning uchun men avazni haqiqat deb bildim. Lekin hozir sizlarda eshityapman, sizlarda ham borda haqiqat, sizlarda ham yo'q emas. Do'stlarim, men masalan hozir sizlarni eshitib, fikrim уже o'zgaryapti. 100% emas, lekin o'zgaryapti. Chunki sizlarda ham haqiqat bor opa. Sizda qarang, Murskaya solidarность-da. Siz haqiqatda o'sha avazni eshitib shunaqa deb o'ylagansiz. Lekin bitta Nozim aka juda ko'p tuhmat bo'ldi. Chunki o'lik gapira olmaydi, o'zini himoya qila olmaydi. Bo'lgan. 100% bo'lgan.
uni bo'lgan uni qo'y. uni bir chekkaga suraylik. Lekin avazni xotinini bitta choyxonada urganini ko'rganmisiz yerga yotqizib? Videosi chiqqanini ko'rganmisiz? Avaz urganmi? Avaz urgan To'ppa-to'g'ri ayolini. qilgan. To'ppa-to'g'ri qilgan. Molodets. Yana bir marta avazni Yo'q. hurmat qiling. Yo'q, siz noto'g'ri aytyapsiz. Ojizaga, Opajonim, opajonim. Xotin meniki. Tushunyapsizmi? Mana xotin men nikohlab olganman, mahrini to'laganman. Bu restoranda bo'ladimi, prezidentni oldida bo'ladimi, lishni gapirib qo'ysa, shu banligini bitta urib yorib yuboraman-da. Biz to'lab qo'yganmiz bu narsaga. Biz nikoh qilgan paytda, o'sha haligi uylanayotgan paytda aytganman. Endi sizni eringiz qanaqaligini bilmayman. Endi masalan, Avaz ham erkak kishi, mana men ham erkak kishiman. Meni xotinim millionta odam oldimda turgan bo'lsa, lishni gapirsa, bitta shapaloq qo'yaman, adresini yo'qotib qo'yadi. Bu meni xotinim. Homiladorligichi? Homilador ayolni urganichi? Homilador ayolni urgan bo'lsa, endi u ayol ham rosa quyet qo'rgandirda. Endi majburlikdan Endi bunga ham ko'ndim. Bu gapingizga ham ko'ndim. Xo'p, mayli, xotin uniki, mahrini to'lab qo'yibdi. Mayli, xolasa uradi, xolasa sevadi. Endi sizni necha marta uylangansiz, Timur? 2 marta uylanganman. Xo'p, birinchi xotini ham ko'nmasa, ikkinchi xotini ham ko'nmasa, 13 yashar qizga, 12 yashar qizga qirs ko'zi bilan Menga ham tashlab berishdi bu narsani. qarash to'g'rimi? Yo'q, shu narsani menga ham tashlab berishdi. Apa bu menimcha уже nimada bu yolg'on bo'xton bo'lsa kerak, chunki endi meni shaxsiy Yo'q, bo'xton emas. Yo'q, Yo'q, bo'xton opajonim, emas, bu aniq. Bu Apa aniq. siz fikringizni aytyapsiz. Men ham o'zimni fikrimni aytishga haqqim bor. Masalan, men sizni shaxsiyatiga o'tmayapman. Bu mening shaxsiy fikrim. Bitta narsani tushuninglar. Avaz bu taniqli inson. Masalan, siz tanimasligingiz mumkin, men tanimasligim mumkin, lekin 600 mingtami, 700 mingta muxlisi bor. To'g'ri YouTube'da o'zida, Instagramda ham qanchadir muxlisi bor, TikTok, Facebook hamma joyda endi 1 milliondan ortiq muxlisi bor. Bu taniqli inson. Endi taniqli insonlarga do'stlarim, biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, har xilcha tuhmatlar bo'ladi. Mana men o'zimga ham millionta tuhmat bo'lib ketadi-da. Tushunyapsizlarmi? Meni ham qancha tuhmatlar bo'lib ketgan. Uni so'kib yuborgan bo'laman, o'zimdan o'zim buni so'kkan bo'laman, xirin yuvozdan tuhmatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun buni Avazda taniqligidan kelib chiqib, men Avazga tuhmat bo'lgan deb hisobladim. Va agar dalili, isboti, fakti bo'lsa, opajonim tashlab bering, ko'rib chiqaman. Uni skrinshotini, uni o'zi aslida shu bolachani oyisiga uylanaman deb yurgan ekan. Keyin qiziga ko'z tikkandan keyin, nima deyapsiz Avazbek? Desa, o'sha publichni, Avaz publichni Instagramida uzr so'rab chiqqan o'sha ayoldan. Publichni uzr so'rab chiqqan. Конечно, etini betini suvab. U shaxsiy hayoti, siz nima aralashyapsiz Avazda? Jim o'tiring. Meni muxlislarim, iltimos, qo'shilmanglar. Publichni uzr so'rab chiqqan. Publichni. Agar aybi bo'lmasa uzr so'ramaydi. Bu bir. Keyin bu gapingizda ham jon bor. Endi masalan men eshitdim, lekin qo'limda ko'rmadim. Uni bir qog'ozini yo boshqasini ko'rmadim. Оказывается, он тоже был судим за изнасилование несовершеннолетнего в Фергане. Shamchiroq. Hozir bir minut. Shamchiroq anavi Shuhrat aka kirdi shekilli, bitta qarab o'ring, ochiq o'rniga Shuhrat aka kirgan bo'lsa. Xo'p, eshitaman, davom etavering. Video jo'nata olmayapman. Qani video jo'natsam bo'ladi? Xullas, meni gapim mana shu tugadi. Men sizga o'zim fikrimni ifodalab bera oldim. Men boshqa hech kim bilan savol-javob qilmayman. Men hech kim bilan Yo'q. To'xtanglar, gapimni eshitinglar. O'rtoqlar, iltimos. Men faqat Timur bilan gaplashgani kirdim. Men hech kim bilan savol-javob qilmayman. Kimni savol-javobi bo'lsa, Dilan chatiga o'tsanglar, Dilan chatida o'sha detektiv oqibatlilar chatida gaplashaman. Bu yerga faqat men Timur uchun kirdim. Timur bilan gaplashdim. Timurni men boya sizni haqqingizda ham gapirdim. Menga anaqangizni tashlab berishdi, голосingizni. Yigitni o'ldir, haqqini yema. Demak, bu odam уже sekin-sekin Avazni yuziga maskaralar yechilayotganini ko'ryaptilar deb to'g'risini aytsam, men o'zim uchun sizga bitta ikkita point ochko qo'ydim-da. O'shaning uchun shu голосlaringizni eshitganimdan keyin siz bilan gaplashishga kirdim. Boshqa hech kim bilan savol-javob Opajonim, bitta qo'shimcha qilmoqchiman. O'zingizga mana savolingiz bo'lsa bering deganingizga bemalol beryapman. Vaqtingiz bormi? Vaqtingiz bo'lmayaptimi? Da.
bemalol. Birinchidan opajonim bitta narsani o'zi uchun mana gruppalaring bor, o'sha dalilda o'tirasizlar va hokazo o'zlaring uchun tushuninglar. Timur Raisov hech qachon santaj, montaj va hokazo Nozimani 3 ta erkak, 4 ta erkak bilan men qilmayman. Do'stlarim, meni adminlarim professional. Meni adminlarim bu mana u Telegramdagi emas, meni YouTube'dagi adminlarim professional. Любой suratni shunaqa qilib chiqarishadi, portlatib yuborishadi. Shuning uchun ham meni haligi obloshkalarim va hokazo bironta bloger meni obloshkamni qaytara olmaydi. O'sha dalilda ham obloshkasini ko'rganman, avazinikini ham ko'rganman, eng zo'r blogernikini ham ko'rganman. Meni obloshkamni oldida xuyna. Lekin Timur Raisov santaj, montaj qilmaydi. Men gapirsam ham просто gapirib o'taman. Chunki bugun gapirayotgan gapim ertaga noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi bir narsalarni bilmasligim mumkin. Tushunmagan bo'lishi mumkin. Noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Menga baribir informatsiya keladi. Apalar, okalar, akalar, men Rossiyadaman. Nozima haqida masalan menga informatsiya keladi. O'sha informatsiyadan kelib chiqib men o'zimda fikrimni bildiraman. Menga masalan informatsiya kelib Nozima shunaqa fohisha bo'lgan, jalab bo'lgan, trashmandovka bo'lgan desa, значит men ham xulosa qilib chiqaramanki, ha, shuncha odam aytayapti-ku, значит fohisha bo'lgan deyman. Lekin shuncha odam menga yoztalichkamga, bu yaxshi ayol bo'lgan va hokazo bo'lgan, mana surati, mana. Masalan, Nozimani bitta ayol kishi, o'sha sizlardan dalil tarafdan Pashaberdi ish joyida tushgan surati hijobda turibdi. Hijobni ko'rganimdan keyin men o'sha paytda fikrim o'zgardi. 2 oy oldin fikrim o'zgardi. Shu, bu hijobda yuradigan bo'lsa, значит, salgina burdi bor ekan, chesti bor ekan deb sraz kalamga keldi. Просто meni so'kinishimga qaramaylar. Men majburlikdan so'kinaman, chunki bitta temani yopishim kerakmi? Unda qarayman. Yaxshi gap bilan yopilsa bo'ladimi yo yomon gap bilan yopsa bo'ladimi? Ras yaxshi gapni tushunmaydigan odamlar bilan ilojim yo'q. Men onangni palon qilay, batarga bog'lay deb sraz so'kinib bo'lsam temani yopaman. Bu narsa meni qo'limdan keladigan narsa. O'shani hozir mana devor bo'lib turibman-ku o'rtalaringda. Dalil bilan zamhokim o'sha avazli o'rtasida devor bo'lib turibman. Bu devordan u ham o'tolmaydi, bu ham o'tolmaydi. Men o'rtada turibman. U tarafga ham bosaman, devor qaysi tarafga yiqilsa o'sha tarafda bosadi. Men u tarafga ham bu tarafga ham kuchim bemalol yetadi. O'rtada spokойно turibman. Lekin bitta narsani men har doim aytaman. Iltimos, so'kinmasalaring, chiroyli gapirsalaring, men odamman, sizlarga o'xshagan odamman. Men ham eshitaman, xulosa chiqaraman. Masalan, mana shu apani masalan 1 soat pachda eshitdik. Sizda apa shaxsiyatsiga o'tmadim degan umiddaman. Eshitdim degansiz. Полный рост. Тимур, еще дополнение, пожалуйста. Siz boya до того, как Gizopa к вам пришла, вы спрашивали, nega avazga adovat bo'lyapti deb. Почему он, да, вот Gizopa hozir tushuntirib beradilar. Yo'q, Gizopa mana shu не вышел из игры. Avazga nisbatan adovat, avvalda bunga nisbatan mana Firuzopaga nisbatan adovat shu haqida bir chiroyli qilib tushuntirib bersangiz apa, chunki непонятка-da. Bu yerda hozir bittasi aytayapti, Avaz Firuzopani so'kkan deyapti. Bittasi aytayapti, Firuzopa Avazga tuhmat qilgan, qotil deb degan. Shunaqaga bir ясность kiritib ketsangiz, bir ochiqlik, чтобы biz tushunaylik, nimadan o'zi mana Firuzopa bilan Avaz gaplashib yurganda-yu, birdaniga bular bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan. Shunga bir ясность kiritib ketsangiz, bir ochiqlik, biz tushunsak, bir miyamizga bir fikr bo'lsin. Agar iloji bo'lsa. Da, Firzopam Avaz xullas Avaz aytganda Firzopamga shunaqa qizingiz o'lib qoldi, o'zini osib qo'ydi deganda. Faqat iltimos apajonim, unday tarafkashlik emas, shaxsiy yo'q, tarafkashlik qilmayman. Da. Tarafkashlik qilmayman. Avaz Firzopamga qizingiz shunaqa vafot etdi, o'lib qoldi, shunaqa o'zini osib qo'ydi deganda, endi xullas chiqarish ishlari endi gaplashib turishadi-yu, постоянно. Ha, yaxshi gaplashib turishgan. Normalniy gaplashib turishgan. Keyin Nozimaxon Toshkentga yetib borgandan keyin uni ochishsa, hamma yog'i telasi poboy bor-da, ko'kargan. Jarohatlari ko'p. Keyin Feruzopani videolarini ko'rmagansiz shekilli-da, Timur, sizda o'shaning uchun unaqa juda ham ko'p tushuncha yo'q. Videosini ko'rsangiz, apa bu temadan Gizopa bu temadan sizga yolg'on Allohga chin 4 oydan beri imенно shu temadan men qochib yurdim. Men gruppamga necha marta gapirdim, men qochib yurganman. Unday deb, bunday deb bahona qilib, so'kinib qochib yurganman. Endi majburlikdan kiryapti. Bu yerda men majburman, bu tepadan telefon qilib, bu temani yop deyapti. Xullas, keyin u Ferzopa
Avazbek, siz ko'rmadingizmi anaqani, Nozimani ko'rmadingizmi desa, "Yo'q, men ko'rmayman opa. Tipa endi nomahram-ku, yuvganda kirmayman, ayollar yuvishgan" deganda. Ha, o'zim ham shunaqa deb o'yladim. Agar ko'rgan bo'lganingizda aytardingiz menga deganlar. O'zim ham shunaqa deb o'yladim. Ko'rmagansiz shekilli. Men sizgacha hozir so'zma-so'z aytib bera olmayapman. Asosiy ma'nosini aytib beryapman. Ko'rmagansiz deb o'yladim o'zim ham. Agar siz ko'rganingizda o'shani ko'kargani menga aytgan bo'lardingiz degan ma'noda gap deganlar. Keyin o'rtada shu tortishib chiqib ketib, bo'ralatib avaz polniy programma sokkan Ferzipamni. Keyin o'rtaga dalil kirgandan keyin Ferzipamga aloqaga chiqishgan. O'rtadan dalilni olib tashlasang, dalilingizni o'rtadan olib tashlasang, kelsang biz senga yordam beramiz deyishgan. Vaholanki Ferzipaga viza qilishganda vizangiz отказ bo'ldi deganda, voy nimaga endi keglari kelyapti, mana bitta qotillarni ochkilari kelyapti, bilgilari kelyapti, onani joni achib ketyapti. Shunaqa desalar, o'zingiz bilarkansiz deyishgan. O'zingiz bilarkansiz sababini deyishgan. Xo'p, maksimal darajada qarshilik bo'lgan, boshqa bo'lgan. Okey, bularni ham qo'ydik. Ferzipamni juda ham qattiq xafa bo'lgan joylari, Nozimani bunaqa narsa-da, mana siz hozir aytdingizki, biza posolstvodagi bitta xodim o'zini ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgani uchun biz butun posolstvoni aybdor qilyapmiz hozir. Sizni chatingizga bitta Nozimani montaj rasmini qo'yishgan uchun biz bo'ldi, Timurga qo'yilgan deb siz aybdor qilyapmiz. Kim qo'ygan? Siz aytdingizki, men uxlayotganda qo'yildi deb. Xo'p, endi nima to'g'risida ikkita savolim bor opajonim. Gapingiz tugatgandan keyin. Hozir gapim, hozir 1 sekund. No, короче, jo'natganlaridan keyin dalilni chiqarib tashlaysan, biz senga yordam beramiz deb qarshilik bo'lganda kelishlariga. Ferzipani bu yoqqa, to есть anaqaga kelishlar, 20 kunda chiqadi, 10 kunda chiqadi. Men boshqa narsa misol qilib keltirmoqchi edim. Nimaga xafaliklarini. Xullas dalil chiqarib tashlaysan deyilgan. Bular aytganlarki, "Yo'q, men chiqarmayman." No, whatever. Xullas, Ferzipamni so'kkandan keyin qarang, men blogerman. Kstati, mana siz qo'yilgan narsalarni o'zingiz kontrol qilyapsiz kanalingizga. Ular ko'rsatishmagan videolarni. Videolarni Ferzipa qizingiz to'g'risida mana shuncha bunaqa videolar oldim. Ko'ring, yoqmagan joyi bo'lsa kesib tashlayman. Shuni YouTube'ga qo'ymoqchiman deyilmasdan, ruxsat olinmasdan qo'yib yuborgan. Ich to'la Nozimaga tuhmat, haqorat, odamlarga yomon ko'rsatish bo'lgan. O'ynash bo'lgansan, ichgansan, bitta qizi gulday umri harmon bo'lib ketdi, fohisha bo'lgan. Mana testna beremiz, 2 qat bo'lganmidi, undoqmidi, mashinada o'tirib olib bolasini oldirishga dori jo'natganmidi. Bular kerak emas narsalar-da. Bular afshakka chiqariladigan narsalar emas-da. Bular ona bilan gaplashadigan narsalar. Bularni hammasini spetsialni olib, hammasi anaqaga chiqib ketgan. Xalqqa chiqib ketgan. Hamma ko'rgan bu narsa. Buni ko'rgandan keyin Ferzipa, "Ya nimaga chiqardingiz?" deb rosa o'chiring deb gapirganlar. O'chirilmagan. Keyin yana mana shunaqa so'kishlari bo'lgan. Mana shunaqa bo'lganda, endi qarang, men umuman qotillikka aloqam yo'q. Men prosta video olib, elga Koreyada yashaydigan qizlarga ibrat bo'lsin deb shunaqa noto'g'ri yurmanglar, mana shunaqa o'lim topasizlar deb men video olib, tipi endi anaqa qo'shtirnoq ichida video olib, ibratli video olib, Nozimaxonni chiqarib yorib, bo'ldi, men qo'limni yuvib, qo'ltig'imga urib ketishim kerak. Meni ishim tugadi. Onasi chiqarib berdi. Походу men o'zimni haypimga, YouTube'imga videoni oldim, joyladim. Bo'ldi. Ular haligacha kurashyaptilar. Avaz haligacha kurashyapti. Lekin dalil, isbot, dalillar, videolar men bilan qo'yyapti-da. Ularniki faqat gap. Men undoq qilaman, biz ertaga bundoq qilamiz, biz mana bunaqa qilamiz. Faqat gap. Isbot, dalil yo'q. Faqat dalil o'z qo'yadi, kontent, o'sha isbot qo'yadi. O'sha isbotga faqat raddiya beriladi. Raddiya ham isbot bilan emas, gap bilan. Bo'ldi. Hozir keyin bitta shu joyga qo'shimcha qilib ketdik, savol bermasingizdan oldin. Marjona bilan yozilgan joyi. Marjona yozyapti. "Telli pulini to'layapsanmi?" Nozima yozyapti. "Ha, to'layapman. Cheki turibdi." Marjona yozyapti. "Necha oyniki qoldi?" Nozima yozyapti. "Mayda, tugaydi xudo xolasa. Kecha yaqinda yanvarlikini to'ladim, 26-27 kuni.
Endi fevralnikini to'layman 26-da. 6 fevralda yozyapti. Endi fevralnikini to'layman 26-da deb foto jo'natgan. Foto скорее всего resit bo'lsa kerak. O'sha anaqasi bo'lsa kerak, cheki bo'lsa kerak. Mana bu yanvarda to'ladim. Yanvarni cheki. Mayda xudo xolisa 26-da tugaydi degan. Ko'rdingizmi? Mana 3 oy qolganini isboti. Keyin bu telefonni olib sotuvga qo'yib yuborishgan sotib yuborishgan. Sotishganda krediti yo'q deb sotib yuborishgan. Chunki Nozima fevral 26-sida to'lagan. Martda o'ldirildimi? 26-sida to'laganda mart, aprel, may oyiniki 3 oylikni bular to'lab, vykupить qilib telefonni sotib yuborishgan. Bo'ldi. Mana sizga isboti. Xohlasangiz tashlab ham beraman bu isbotni. Очень сильно подозрительно, когда 10 yil ichida 1,5 million подписчик yig'ib, bir 14 mingdan 15 mingdan qo'yilgan videolarini bir kunda ichida o'chirilib ketdi avazni Instagramidan. Еще одно подозрение. Nozimani oyisiga telefon qilganda aytgan, "Opa, meni sizni qizingizdan tashqari yana 7 ta o'ligim kutib turibdi. Sizni qizingiz 8-chisi, lekin negadir 7 ta o'likdan bir dona ham video chiqmadi." Savolim, Nozimani ichib yuradi, chekib yuradi degan gaplar yuribdi-da. Aha. Keyin suratlari bilan-da bu men havodan olib gapirmayapman. Bu qanchalik to'g'ri? Bu ichib yurganmi, chekib yurganmi? Shunaqa narsalar gaplar chiqib ketdi-da, opajonim. Yo'q, ichmagan. Ichmagan. Rasm qo'yishda u pivo emas, energetika qo'lidagi. Atak ichmagan Nozima. Hozir menga yozib Avaz chiqargan videoda ichdi, o'sha kuni piyan edi deb chiqarildi. Lekin qonuni analizlarida не было алкоголя, не было наркотических средств va hokazo deb yozib chiqarilgan. U zamhokimda joylashgan skrinshotda shu narsa bor edi. Ya'ni avaz taraflar o'zi buni taqdim etishdi. Timur, mana siz ham aytdingiz-ku, hozir men so'kib gapiraman dedingiz-ku. Timur? Nari qichib ketdilar shekilli. Hozir uzilib qoldi. Звонят ему. Может быть, да. Ikkita savolim bor edi. Bitta savol bergan, bittasini bersalar, shu bilan можно уже как бы закончить разговор. Temur aka, assalomu alaykum. Gizopa, uzr gapingizni bo'lib qo'ydim. Temur aka, Avaz aka kiribdi ekan. Shu insonni mikrofonini ochib olinglar, shu yerda ekan. Sabr qilib turinglar. Bo'ldi aka, rahmat. Uzr, menga telefon bo'lib qoldi. Kimdir Timur deyotgandi. Ma, Timur. Apa gapiring, menga telefon bo'lib qoldi. Hozir men tugating. Da, men tugating, anaqa ketasiz. Mana siz hozir so'kib gapiraman dedingiz-a? Men majburlikdan so'kib gapiraman dedim. Yo'q, to'xtang, endi mayli-da, siz majburmisiz, xohishmi, noxohishmi? Baribir so'kib gapirasizmi? Xo'p, keyin chapa. Ha, kimga nima sizni so'kib gapirishingizdan? Siz so'kib gapirasiz, sizni borib urib o'ldirish kerakmi? Nozimani ichgan chekkandan kimga nima? Agar ichib chekkan bo'lsa, lekin ichmagan u qiz, yana aytmoqman. Onasi bilan gaplashganda iftorlik qilib olib, idish tovoqlarni yuvayotgan bo'lgan. Opa, mana gruppaga tashladim. Nozima pivo ichib, imенно bowling o'ynaganini mana gruppaga tashlab yubordim hozir. Rosti bilan Nozima pivo ichib yurgan. Apa, hozir yolg'on gapirib qo'ydingiz, keltirib qo'ydim sразу isboti bilan. Xo'p, yana aytmoqman. Agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham kimga nima? Mana sizni so'kib gapirishingizdan kimga? Yo'q, siz aytdingiz-ku, ichmaydi u ayol deganingizga sразу men keltirib qo'ydim-da, opajonim. Ha, okey. Xo'p, mayli, buni ham qabul qildik deydi. Boshqa odam kiyimda turgan. Xo'p, qo'shilmaylar iltimos, ona apa gapirib olsin. Xo'p, eshitaman apa, eshityapman sizni. Yo'q, ikkinchi savolingizni bering. Ikkinchi savolimda mana bu bittasini berdingiz. To'g'ri. O'sha pivo shu narkotik upotreblять qilgan degan gapida ikkinchi savolim hozir mana lishkamga yozyapti do'stlarim, meni xabarim yo'q. Bu Nozima ham o'shani
ikkita bola bor-ku, o'zi boya aytdingiz, otlari esimdan chiqib ketib qoldi. Ikkalasi Sherzod bilan ham Sirojiddin. Siroj bilan o'sha Sirojiddin bilan, короче, Sherzod bilan jinsiy aloqada bo'lgan. Shu qanchalik rost? Sherzod bilan bilmayman, lekin Siroj bilan bo'lmagani aniq. Birlashkamga yozishyaptiki, shu ikkalasi ham bu bilan Yo'q, yo'q, nima qilgan? yo'q, tuhmat. Timur bu tuhmat. Как мерзко. Yo'q, Да. endi menga lishkamga yozishganda men No, it's aytyapman, okay, do'stlarni it's bu. okay, it's okay, mayli. Men Bo'ldimi, masalan tugadimi? ko'rmadim. Yana savolingiz bormi Apajonim, boshqa? sizga Adushi rahmat. Meni boshqa menimcha savolim yo'q. Agar biron kishi adminlarim savollaring bo'lsa, Shamchiroq savolingiz bo'lsa bering. Menda Yo'q, bor. men savolga hech kimga javob bermayman deb Javob aytdim boya, berishga Timur. opagina. Yo, Shamchiroqni kimga- apajonim, Shamchiroqni bir ikkita savoliga javob bersangiz. Yo'q, hech kimni hech qanaqa savoliga javob bermayman. Kimni nima savoli bo'lsa, Dilan chatiga o'tsin. Men faqat siz uchun kirdim. Yolg'onchi Siz ham mani xudodan sabr bilan qo'rqmaydigan noinsof Siz iflos ham- ayol. Voy. to'ppa to'g'ri aytdingiz. Shamchiroq Siz qo'shilmay turing. aytganingizdek ayolman. Lekin Timur, apa Adushi men hozir rahmat, siz bilan suhbat qilib, apa ancha fikrim o'zgardi. Hali yana inshaalloh yana ko'p gaplashamiz, yana muloqot Inshaalloh. qilamiz albatta. Sabr Lekin bilan eshitganingizga rahmat. lekin bitta iltimosim bor edi, sizga iloji bo'lsa, o'sha Feruza opani chatimga olib kelsangiz. Mana ko'ryapsiz, men bemalol gaplasha olaman. Bunday yomon bola emasman. Endi o'sha ayolni o'zi bilan ham bunday gaplashsak yaxshi ish bo'lardi, chunki bunday sizni gapingizdan kelib chiqib va mana shu sizlar tarafdan gapdan kelib chiqib, sizlar tarafda ham haqiqat borligini men o'zim ko'rib turibman. O'shaning uchun sal chuqurroq o'rganib va agar realni sizlar tarafda haqiqat bo'lsa, mana ba'zi bir aytdim-ku, mana unisini o'g'irlagan, bunisini o'g'irlagan dedingiz-ku, albatta ularni ustidan ariza kiritish kerak va ular javobgarlikka tortilishi kerak. Chunki birovni uyini pulini tortib olish, birovni uyidan pul o'g'irlab ketish, tillosini o'g'irlab ketishga men qarshiman. Kim bo'ldi marhumda. U marhum tili yo'qda, u gapirmaydi. O'shaning uchun men qarshiman. Men 100% agar yordam kerak bo'lsa, 100% yordam beraman. Koreyada tanishim tiqilib yotibdi. Timur, O'shanga men ancha fikrim o'zgardi. yana Eshitaman. oxirgi iltimos, Hujumixonni rosa ham xunuk holatda sizga taqdim etishdi. Hozir sizga juda ham важный narsalarni aytib beradi, bez matov, bez skandalov. Faqat siz va Hujumixon ochib qo'ying iltimos. Men Men gapimni tugatib olay bo'lmasam, sizga Timur rahmat, meni sabr bilan eshitganingizga. Feruza opa masalasiga kelsak, Feruza opamni ham qayerdadir so'kkan joyingiz bor ekanmi, nimadir bor ekan. O'zini so'kkanman. Qayerdir emas, o'zini so'kkanman. Tamam. Men bir og'iz o'zlariga aytaman, qaror ulardan. Agar gaplashaman desalar, inshaalloh balkim bizani chatda uchrashamiz. Agar yo'q gaplashmayman desalar, yana ham ularning qarorlarini hurmat qilamiz. Sizga rahmat, salomat bo'ling. Feruza opaga bir ikkita savollarim bor edi. Endi siz baribir tretye litsosizda, uchinchi shaxs. Men o'zi bilan gaplashsam, o'ziga savol bersam, bu boshqacha bo'ladi, o'zidan eshitsam. Agar men realni agar u Feruza opaning tarafida haqiqat bo'lsa, men uzr so'rashdan men uyalmayman. Men o'g'il bo'laman men. Agar noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, so'kkanimda sababini ham keltirib beraman. Masalan, nima uchun meni so'kding desa, men keltirib beraman. Agar yo'q, Timur, sen nohaqsan desa, men keltirib bersa, to'yiz, men uzr so'rashdan hech qachon uyalmayman men. Chunki uzr so'rashda bu erkaklarga chiqarilgan. Oxirida o'zi kiribdi. Men bir og'iz aytaman. Endi Gizopa to'xtab turing. Yo'q, Shamchiroq bu ayol gapini tugatib olsa, hozir ketyapti. Bu ayolni o'zi vaqtini ancha oldik. Apajonim, gapingizni tugatib oling, biz keyin qolganlarni ochib yuboramiz-da, apa. Gizopa. Kim Gizopani qizillab qo'ydi? Jindimisan, Shamchiroq qo'shilma. Gizopa, gapingizni tugatib oling, apa. Rahmat sizga. Men yetkazaman omonatingizni Feruza opamga. Feruza opam nima qaror qabul qilsalar, qarorlarni hurmat qilamiz. Keyin oxirgi iltimosim, mana shu suhbatda agar iloji bo'lsa, keyin qo'yib qo'ysangiz. Chunki men uni ko'chirib olaman agar nasib bo'lsa. O'zim uchun ham tursin, чтобы ertaga har xil noto'g'ri gap bo'lmasligi uchun. Sizga salomat bo'ling, rahmat. Gizopa, hozir Shamchiroq Javohir keldi deb aytdimi? Seni gapirtirmayapsizlar-ku, detektiv kirib kelibdi, mikrofonni ochib qo'ydim, gapirsin. Yo, agar detektiv nima edi? Javohir, agar o'zing bilsang gapir, uka. Yo'q, bo'lmas. Adashdinglar. Temur aka lichkangni topolmayapman. Shunday jurnalistlarning narsa yurmoqchi. Bu siz kanaldan kirgansiz-ku, apa, qanday qilaman, qanday tashlayman sizga. Timur, iltimos, Hujumixon
turibdi. Bo'ldi. Mikrofonni ochib bering, Shamchiroq hujumini toping. Bu turist odamni ichidan hujumini qayerdan topaman men? Hujumixon birinchi turibdi, qo'llarini ko'tarib. hozir. Temur aka, Temur aka, ma turibdi. Temur Ma aka, turibdi, assalomu nuqta alaykum. jo'natavering. Haligi nimadan zam hokimdan kelganlar keyin ertaga sizlarda eshitaman. Yo'q, meni savolim ham yo'q, hech narsa gapim yo'q. Prosta Avaz aka ham kiribdi. Avaz akani ham bir eshitaylik demoqchi edim, xolos. Yo mayli, hozir ochamiz. O'shani topinglar, adminlar topinglar, avazda ochib qo'yinglar. U bloger nima Bo'ldi, shuni turibdi. aytmoqchi edim. Hammaga rahmat. Timur, iltimos, Temur birinchi aka, menga yozib yuboring. qoling, chunki keyin Avaz so'z bermaydi baribir. Temur aka, yozib yuboring, nuqta ma narx tashlamoqchi edim, nuqta ma. Bo'ldi, hozir nuqta mana. jo'natavering. Voy bilyapti. Hozir to'xtang, bu telefondan kirishim kerak ekan sizga yozish uchun. Boshqa telefonda Iltimos. turibman-da. Hozir 1 sekund. Hujumixon chiqib qolibdi-yu, opajonim. Qo'llarini ko'tarib turibdi. Voy. Mashallohni tagida turibdilar. Ya har xil menga har xil ko'rinadi-da. Hammamizga har xilcha ko'rinadi do'stlarim. Maryamxon, Dalil, Dilya, Sevara, nima? Ko'zmunchoq. Qo'lini ko'tarib turibdi. Keyin, bo'ldi, topdim, hujumiya. Topdim. Ochdim. Avazni ham topib ochib qo'yinglar. Hozir. Avaz ber, lichka ham yozib oling, qaysi profilizdasiz? Qo'lingizni ko'tarsangiz Assalomu o'qib qo'yaman. alaykum. Va alaykum assalom. Familiyaga xayrli kech. Eshitamisiz-da, apa gapiring. Qallumda. Iltimos, Samuel aka, siz qo'shilmang faqat, aka, sizni 100% bilamiz avaz tomonligingiz, aka, iltimos. Sizga nima bo'lyapti? Yo'q, hech narsa bo'layotgani yo'q, Samuel aka. Agar siz Temur akani haqiqiy admini bo'lsangiz, ikkita tomonni ham eshitib, bir xil ma'lumot bergan bo'lardingiz. Har holda bu kanal admini ekansiz. Qisqa gapiraman, hech kim avazga protiv chiqmagan boshidan. Mana lechni o'sha bolani Instagramdan kuzatganman. Men temaga aralashganimda birinchi shu bolaga kirib savol berdim zamda. Detektivga kirib chiqib ketdi. Zamga borib savol berganman. "Oka, siz Koreyada mana o'ziga yarasha o'g'riga ega ekansiz. Davay keling, siz tomondan qaraylik. Aybingiz bo'lmasa, hech qanaqa bu yerda qotillik bo'lmasa, marhumni o'zini osgan bo'lsa, shunda borib, oka, shu bitta ariza bilan shaxsiyatingizgacha tegyapti, oilangiz gapirilyapti, ota-onangiz gapirilyapti. Shundoq borib bitta ariza yozib, atrofingiz to'la advokat ekan. Kamerani oching deb shundoq mavzuni yopib yuboring. Nima sizga xalal beryapti bu ishni qilish uchun dedim. Ikkinchi marta yana shu savol bilan chiqdim. 8 ta odam sizlar dedim. Xo'p, Sherzod aybsiz, Siroj aybsiz, o'sha voqea qahramonlari aybsiz. Ana siz faqat o'sha zamni eshitgan ekansiz. Ularni aybsiz deylik. Biz ham neytral kirib kelgan odamlarmiz bu temaga. Hozir xalqni ikkiga bo'lyapti. Xalqni ikkiga, hech kim ikkiga bo'linmadi. Fikrlar qarama-qarshiligi bu bola savol-javobdan qochgani uchun kelib chiqdi. Qachon zamga kirib savol beramiz desak, savolni berishimiz bilan qizil qiladi. Gapira olmaymiz, qizil qiladi. Avazi topib bo'lmasa, Siroji topib bo'lmasa, yo Sherzodni topib bo'lmasa, yo gapirtirgani qo'ymasa sizlardagi, kimdan so'rashimiz kerak biza? Fakt qo'ygan odam tomonga ketadi bu odam. Men avazga savol berdim. Oka, siz Koreyada yashaysiz, vizangiz bormi? Bor. Hammani vizasi bormi? Bor. Politsiya sizni haqingizni himoya qiladimi? Qiladi. Onasini emsin, 8 ta odam borib ariza yozinglar. Agar shu ayol marhumani onasi tuhmatchi bo'lsa, ana Govhar opa bor ekan, qoralashga zo'rlayapti. Advokatura bilar ekan, yonida odamlar bor ekan. Neujeli onasini emsin 8 ta odam bitta advokat olib, yo politsiyaga borib, meni shaxsiyatimga tegyapti. Oilamgacha men qanaqa yashayman? Meni Instagramda obunachilarim bor, halol mehnatim bor. Shuni isbotlashim kerak. 3 oy o'tdi oradan deb karkar qilyapti. Borsin aka. Shuni ochib xalqqa ko'rsatib jim qilib qo'ysin. Ne sizdan yordam so'rayapti temani yopish bo'yicha. Timur o'zini qo'lida bor-ku imkoniyat. Yo'qmi yoki? To'g'ri. Hammayam dalil tomonga o'tib olib, dalilni ko'ti demanglar. Biz ona tomonmiz. Prosta o'sha chatda imkoniyat bor, gaplasha olamiz, savol bera olamiz, javob ola olamiz. Ona ham qo'pol bo'lsa, mana men sizga aytaman Timur. Nima uchun avazga adovat ketyapti bu yerda? Sababi ona
qizini o'ligini qabul qilib olguncha qo'pol bo'lsa ham ko'tini qisib o'tirgan. Hamma shartiga rozi bo'lgan. Lekin marhumaning rohatini ko'rib, Luboy onada shubha uyg'onadi. O'sha savollarni berganda javob bermagan avaz. Chiqarilgan video faktlar. Ras Temurga shunaqa qo'pol qilib aytganda, laganbardorlik qilayotgan bo'lsanglar, takatak hamma videoni tashinglar ko'rsin. Hamma narsani ko'rsin. Faqat o'sha avazga yon bosadigan videolarni tashamanglar. Hech kim o'zidan o'zi avazga adovat qilayotgani yo'q. Sherzodga ham, Sirojga ham hech kim tanimagan o'sha odamlarni. Shu bloger orqali tanilib ketdi ular ham. Avazga kerak bo'lsa ehson qilgan, boshqa qilgan, o'liklarga marhumlarni ko'rib yordam bergan ko'pchilik. Qanaqa qilib shuncha yil davomida qo'llab kelgan odamlar bir kunda teskari bo'lib qoldi. O'zi sababchi-ku. Ona tuhmatchi bo'lganda u erkak kishi edi. Ayol bilan qo'pol gaplashyapti, izza qilyapti hammani oldida, jahli chiqib ketyapti. Agar lichni meni fikrim, bu bolani bu jinoyatda yoki bu qotillik demasa ham aybi bo'lmaganda, umuman aloqasi bo'lmaganda, umuman chiqib ketardi bu temadan. Qo'ydi. Hech kim unga Sherzod o'zini osatdi, Siroj o'zini osatdi degani yo'q. Yolg'on gapirdi boya bitta ayol kirib. O'tda tema avazi o'zidan chiqdi. Indamay opa, mana men qizingizni jo'natdim, mana hujjatlari, mana hamma narsasi. Boshida o'z og'zi bilan aytgan, men ona tomon bo'lganman deb. Xo'p, mayli, O'zbekistonda urushdi, janjal qildi, boshqa qildi. O'zbek xalqi pul yig'ib onani jo'natdi Koreyaga. Erkak kishi-ku, agar Instagramdagi hayotda umuman o'zini ota-onasi uchun hech bo'lmasa o'zini himoya qilish kerak edi shu erkak. Shundoq bormasa ham kamerani yoqib qo'ysa butun xalq ko'radi baribir avazni. Chunki hamma diqqat avazga qaratilgan. Shundoq borib ochib o'sha kameralarni, mana ayol, mana men kirgan vaqt, mana qizingni jo'natdim, mana dokumentlari, mana o'lganligi yoki mana sud med ekspertiza. Shunda ham meni qotil deysanmi? Mana seni vijdoningga deb tashab ketsa, xalqning fikrini ko'rasizlar o'shanda. Shu uchun o'tirib olib bitta iltimos, hech kimga birov viji-viji qilsa hamma nomidan gapirmaydi. Aslida bu bolaning qo'lida edi. Bu temani yopish qo'lida edi. Men lichni shu bolani o'ziga savol berganman. Nima manfaat aka sizga? Bu ishni cho'zishdan nima manfaat? Sizda imkoniyat bor-ku. Kim Koreyadan kirib gapirsa avazikiga boradi. Luboy odam ishi bo'lsa boradi deyapti. O'z og'zi bilan ham aytdi. Zapslari ham bor, posolstvo mendan so'raydi deydi. Kechirasizlar, onasini emsin, 10 yildan beri shunaqa ish bilan shug'ullanadigan odam, neujeli bitta politsiyaga, bitta advokat orqali o'zini himoya qilishni bilmaydi. Chet eldagi odam bu darajada lo'q emas-ku, kechirasizlar. Yeb qo'ygan joyi bo'lsa kerak-da, apa. Yo'q, qarang mana, maqsad oka betda. Siz hozir kiribsiz, menga telefon qilishyapti deyapsiz. Tepadan yop bu temani deb. Men bu bolaga aytayapman. Oka, temani yopish sizning qo'lingizda. Qanday? Mana men to'poy deb hisoblang meni. Jagurdik bilimim bo'lsa, mana to'poy hisoblang deb hammasiga. O'sha 8 ta odam yig'inini qarang, siz Rossiyadasiz. Siz atrofingizda 8 ta odam, bitta odam emas, 8 ta odam birdan politsiyaga yozsa, bitta advokat bilan. 8 ta arizani tezroq ko'rib chiqadi. Bitta arizaga nisbatan. To'g'rimi, yo'qmi? Xo'p, shundoq borib o'sha kameralar ochib tashlashdi. Nima qiyin joy bor? Onasini emsin, nima savol bersak, qochsa, nima gap gapirsak, qochsa, qiziqsak, senga nima? Ering yo'qmi? Xotining yo'qmi? Ishing yo'qmi deydi, aka. Apa, bu yerda sizning gapingizda jon bor. Hozir men aytdim-ku, boya siz eshitmadingiz shekilli. Rosti bilan sizlar tarafda haqiqat borga o'xshayapti. Rosti bilan ba'zi bir narsalarni, masalan, sizlar qo'rqib o'zlaringda aybda, haligi qo'rqib, endi men yomonroq bo'ladirman, sizlarning nazarlaringda qo'rqib menga gapirmadilaring. Bular lekin qo'rqmasdan menga gapirdi. O'shaning uchun men bularni ko'proq eshitdim. Hozir mana sizlarni ham eshitishni boshladim, apa. Lekin sizlarda ham haqiqat bor. Yuzga yuz Timur, men bu bor. temani ko'rganman. Hech nima misol uchun avazni Instagramda ko'rganman. Luboy odam o'lik haqida gapirsa, o'likni ko'rsatsa, 1 sekundga bo'lsa ham to'xtaysizda hayotingizda. O'zingiz o'ylamaysiz, xayolingizga keladi. Men shu seriallarni qo'yganda ham ko'rganman. Mana shunaqa tema bo'lganda kirdim, okaga yuzma-yuz savol berdim. Tushuntirdim ham. Yo'q, faqat shu atrofidagilar bloklaydi, javob berishga qochgandan keyin aka, kechirasiz-ku, shuncha odamni fikrlar qarama-qarshiligiga olib kelgan o'sha bolani o'zi bo'ladi. Qochgan ham o'zi bo'ladi. Hozir insonlarni o'ziga nisbatan, hozir 1 minut. Shu insonlarni o'ziga nisbatan nafrat uyg'otayotgan ham shu bolani o'zi.
Hech kim uni ko'tini kovlamadi. Nima uchun? Bu narsani men To'xtang. kechadan oldin kun Avazda o'ziga ham aytdim. Avaz, imенно sen bularga kontent beryapsan, imенно sen bularga haligi nom beryapsan-da, sen gapirmasang bular gapirmaydi desam, Timur aka to'g'ri aytyapsiz, men o'zi shu narsani to'xtatmoqchiman, bu temani yopmoqchiman deb aytdi. Endi so'ziga turadimi, turmaydimi, uni endi vaqt ko'rsatadi. Lekin Avaz ham aytdi, to'g'ri aytyapsiz, bu temani men yopishim kerak deb o'zi ham aytdi. Avazda ham ko'zi uchib turgani yo'q ekan, bu tema haqida tema qilish kerak. Siz u kuni aytdingiz, men dalilga ham kiraman, mana Samuel ham aytdilar. Men dalilga kiraman, viji bo'lib yotadi, bular gap bermaydi, faqat qo'toq shunaqa so'kinishli Yo'q, bo'ladi. apa, u kuni shunday bo'ldi. Qarang, apa, u kuni shunday bo'ldi. Yo'q, men sizdan eshitaman. Hujumi, men eshitaman, shoshilmang, apa, bu chat yopilmayapti. Shunday chatlaringga kirsam, ayollaring endi o'sha erkakda, ayolda avratini gapirib o'tiribdi-da, tinmasdan. Keyin Shamchiroq kirib gapirsa, Shamchiroqni haqorat qilishdi. Undan keyin yana aylanib kelsam, kompot yopganini gapirib o'tiribdi. Bu yerda gruppalar ochilganda maqsadi kim uyida kompot yopyapti, kim osh qilyapti emas-ku. Bu yerda realni masalan muammoni hal. Meni gruppam ochiq gruppa. Men aytaman, osh qilyapman, или muxlislarim aytadi, shashlik yeyapman. Meniki ochiq gruppa. Lekin sizlar именно gruppa ochilgan Nozimani temasi bo'yicha, Nozimani muammosi bo'yicha. Lekin u yerda kompot yopgan haqida gapiryapsizlar. Bu noto'g'ri narsa bu. Realni problemani hal qilish kerak. Shu yerga qisqa javob berib ketaman. Sizga boya ham berildi bu savol, siz ayol kishi emassiz. Keyin bizni savol beradigan bola, ya'ni o'sha dalilli tarafini olasan deydi-ku, biz aslida prosta ona tomonimiz bu Javohir ozgina vakolati bor, katta ishni qilayotgani uchun ko'pchilik savol bergani kiradi. Lekin u bola qachon, qay payt chatga kirib savol javob qilishini oldindan aytmaydi. Shuning uchun hamma kirib turadi. Xotinlar kirgan davra endi nima bo'ladi? Eri haqida bo'ladi, kompoti, bola chaqasi bo'ladi. Prosta u payt kutib turamiz biz. Chunki Amerika bilan O'zbekiston vaqti bir-biriga qarama-qarshi. Qarama-qarshi. Agar mana qaraymaski, Xudoni o'rtaga qo'yib qasam ichaman. Agar assalomu alaykum deb muomalangizni chiroyli qilib kirgan bo'lsa, hech qaysi ayol o'sha yerda o'tirgan. Qo'toq o't demaydi. Mana sizga javob. Boshim bilan. Nima uchun so'kinamiz? Ayol kishini yonini olib, erkaklar bilan biz urushamiz. Salom berdim so'kindinglar. Hujumiyxon, men salom berib men siz bilan gaplashmayman, aka. Men Timur aka gaplashaman. Yolg'on gapirmaydi. Bo'lmasa salom berib kirganda ham aralashmasdan turing. Degan odam emassiz. Aralashmang. Shamchiroq, aralashmanglar. Eshityapmiz, gapiravering. Hozirgi odamlarchi Samuel juda tuboy bo'lib ketgani yo'q. Eshikni ochganingizdan o'ningni deb so'kadigan. Bu ham odamlar o'tiribdi. Hurmat qilgan bo'lsangiz agar, muomalangizni to'g'rilab, hech kim so'kinmaydi o'tda. Hech kim, Luboy bitta xotinini kirib so'rang. Prosta kechirim aytdimman. Chatni boshidan oxirigacha eshitmay, muomalani, o'tda nima gap bo'layotganini eshitmaydi odamlar o'rtadan suqiladi, o'tda janjal bo'lib ketadi birdan. Onaga baqiradi, kimdir unga, kimdir bunga bir-birini eshitmaydi. Bunday qilsakchi, dalil o'z gruppasida o'tirasizlar. Bunday qilsakchi, hozir kalamga fikr keldi. Rosti bilan sizlar tarafda haqiqat borga o'xshayapti. Bunday qilaylik, men o'zim bilan Shamchiroqda olaman, mana Samuelda olaman. Sizlar dalilda o'ylar, Firuzopani o'ylar, o'zlaringda masalan aniq adminlaringda o'ylar, чтобы haqorat bir-birimizni shaxsiyatimizga o'tmasin. Xohlanglar shu gruppada gaplashamiz, xohlanglar sizlarning gruppalaringda gaplashamiz, xohlanglar отдельно bitta gruppa ochinglar, отдельно o'sha gruppada gaplashamiz. Baribir bu temani yopishimiz kerak. Nima bo'ladi, nima qo'yadi, bu tema yopilishi kerak. Xohlasalaring avazda ham olib kelaman. Dalil o'zida nimaga aniq qilasiz? Nimaga yopilishi kerak ekan? Dalil o'ziga kelish kerak deyapman. Yo'q, temani gaplashib olamiz deb to'g'ri tushuntirishyapti. Temani gaplashib olamiz. Men urush qilamiz demayapman, Lolopa. Mana soha, men urush qilamiz demayapman. Men imенно shu temani o'tirib, imенно o'zimiz, masalan, mana yerda 500 ta odam emas, o'zimiz shu problemadan qanday chiqib ketsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi, bir-birimizni tushunishimiz uchun deyapman. Atak mana shunday holatda qolsa, dalshi bo'lshi urush qilib bir-birimizni shaxsiyatni shuncha joyda xuddi shunday. Buni qo'lida bor edi imkoniyat, lekin foydalanmay ikkita tomonni qo'zg'ab qo'ydida, endi yarashtiramiz deyapti. Bu ish juda ham qiyin, juda ham. Yo'q, bu gapda avaz emas, bu gapda men aytyapman. Yarashtirish maqsadim yo'q. Bir-birini yomon ko'rsin, bir-birini so'kib yuraversin.
temani yopish kerak. Problema Bu temada, yerga temani yopish kerak. Mana Assalomu siz, alaykum. mana qarang, mana Bir-biri siz bilan admini gaplashib Samuel, qolgan. Lola, 1 minut do'stim Lola. Samuel adminiz ekan, mana siz Mhm. kanalni yetakchisiz. Men admin emasman u kanalda. Men prosta men onani himoya qilaman o'tda, chunki onam bor. Onani so'kkan любой erkak bilan men erkakchasiga urushaman. Shuning uchun adminiz bor ekan, kattalarga taklif bilan chiqing. Lekin zam agar shunaqa mana Menga hozir ham zam mana kopeyka qiziq emas. Menga bu yerda Dalil Uz, Avaz, Feruzopa qiziq. Boshqa bu yerdagi bironta musor menga qiziq emas. Именно shu uchalasi qiziq. Shu temani masalan bir-birini men men javob bir-biri bilan berolmayman. yarashsin Sizlar demayapman. katta odamsizlar, chaqirasiz. To'g'ri, u Dalil kattalar o'tib uchun biza yursa- javob bera olmaymiz, Temur. Katta Yo, ular mayli, o'sha sizlar baribir o'sha gruppada borsizlar-ku. Dalilga taklif kiritinglar, Feruzopaga taklif kiritinglar. Shu temani maksimal yopaylik. Bu men masalan yordam beraman, 100 ga 100, mana lavz beraman. Feruzopani tarafida haqiqat bo'lsa, sizlar aytganday pulini o'g'irlagan bo'lsa, tillosini o'g'irlagan bo'lsa, ariza kiritadimi va advokatga pul kerakmi va hokazo, men 100% podishka qilaman, 1000%. Faqat qarang, ijtimoiy tarmoqda emas, realniy hayotda ariza kiritsin, hayotda движение qilsin. Bu gruppalarda urush qilganimizdan foyda yo'q, apalar, tushuninglar sizlar. Foyda qarang, yo'q. Timur, bitta narsa aytaman sizga. Bu shaxsiy savol. Tasavvur qiling, uylanmagan bolasiz. Uylanib, erga tegib ajrashgan farzandi bor qiz bilan gaplashyapsiz. Ichadi, chekalik qiladi onasining sinda. O'sha sizni uyda uylantirmoqchi, halol pokiza yashamoqchisiz. O'sha qiz bilan dalsha atnashingizni davom ettiramidingiz yo o'sha uzvorarmidingiz orani? Bu Bu demoqchiman. Bu mavzu hech qachon yopilmaydi. Qachon adolat qaror topadi, qachon shu qilgan xatolariga tan olishadi, keyin yopiladi. Yopishga hech kim harakat qilmasa, foydasi yo'q baribir. Unga kechligini любой tupoy odam ham biladi. Siz menga qarang, assalomu alaykum. Opa, sizga bitta savolda. Siz ijtimoiy tarmoqda adolat topolmaysiz. Uni borib sudlash. Timur, savolim javobsiz qolib ketdi. Telefon keldi biroz. Hujumi opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Tinchmisiz? Hali Nozima O'zbekistonga yetib kelganda ona intervyu bergani kunuzga, to'g'rimi? Hop. Shunda nima deb intervyu berdi? Avaz bilan janjaldan keyin, zapslar tarqab ketgandan keyin onaga taklif bilan chiqishgan. Ona ham marhumani o'sha tan jarohatlari bo'yicha rasmlarini taqdim qilgan. Unda o'sha kunuzga intervyu berganda aytgan-ku, mana hozir chiqadi, hali ko'rganimiz yo'q deb aytgan-ku. Tekshiruv deyapsiz. Hujumi opa, men savolim bor. Qarang, Hujumi opa, Avaz aka birinchi nimaga bu Misha, men siz bilan gaplashmayman. Misha, iltimos. Mikrofoningizni o'chirib qo'ying, iltimos. Siz gapirib bo'ldingiz boya. Yaxshigina gapirdingiz. Ayol haqida ham, mahalla raisiga tekkanmi, bozorchiga tekkanmi gapirib bo'ldingiz, aka. Qanaqa qilib shuncha gapirib turib? Ovozim kelyaptimi? Ha, savol javobsiz qolib ketdi. Ovozim kelayotgan bo'lsa, baribir men Dalil, o'sha Feruzopa, Avazbek uchalamiz, to'ralamiz gaplashib olishimiz kerak. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi? Agar bunday ketadigan bo'lsa, Feruzopa O'zbekistonga kelgan kuni qamaladi, aytib qo'yay.
100% qamaladi. Men sizlarga aytyapman, shunday Feruza opa O'zbekiston kelgan kuni qamaladi. Nimaga unaqa deb o'ylayapsiz? O'ylamayapman, men bilgan narsamni sizlarga Yo'q, aytyapman. mayli, ozgina asoslab bering. Arizalar tushib bo'lgan o'zi. Tushib bo'lgan. O'shani men Feruza opani qamalib ketishini xohlamayman. O'zi qizdan ayrildi, shuncha haqoratlar eshitdi va hokazolar bo'ldi-da. Men xohlamayman do'stlarim. Men u ayolga yomonligim yo'q. Lekin men unaqa deb o'ylamayman, lekin yuridik jihatdan bunaqa deb xohlagan narsa o'ylamayman. deb o'ylashingiz mumkin. Timur Ayshovda gapi 100% to'g'ri chiqadi. Avazbek hozir bularning orqasidan shuncha katta ariza kirityapti. Avazni men bilaman-da bu. Haligi qo'ldagi advokatlarni bilaman. Hammasini bilaman. Aka, onasini emsin, advokati bo'lsa yopsin shu ishlarni ko'rsatib. Sin, ne qochib yuribdi? Avazbek qochgani yo'q, dalil qochib yuribdi. Avazbekni mana qarang, aka, mana qarang. Bo'pti, dalilli qochib yuribdi deylik. Onani borganiga 1,5 oy bo'ldi Koreyaga. Avaz o'sha nimaga onadan qonun to'xtang. Temur aka. Qo'rqitdilaring. To'xtang, Temur. Mana qarang, o'zingizning gapingizga savol. Avazi advokatlar zo'r bo'lsa, shu darajadan onasini emsin. Bo'ldi, onani olib qo'yaylik-da chetga. Nima uchun o'zi hech qanaqa bir qonuniy dokument ko'rsatmasdan ishchi yopish to'g'risida faqat onadan qonuniy fakt talab qiladi, aka? Mana shu darajada siz chunki hujjatlarda Nozima temasi bo'yicha har bitta hujjatni Nozimani onasi olishi mumkin-da, avaz erda hech kim emas. Advokati bor-ku, aka, o'zini himoya qilish uchun ham qatyapti. Advokati u Nozimani onasining advokati bo'lish kerak-da. Bu lekin sal mantiqsiz-da, aka, salgina. O'zingiz ham agar bunaqa temaga aralashsangiz, advokat tim bo'li uni shaxsiyatiga qarshi ketyapti buncha narsa. Qanaqa qilib yo'q senga berilmaydi bu hujjat deyish mumkin. Politsiyadan qonuniy asosan aytsiz bo'lsa aka. Xullas mayli, gapni qisqa qilaman. Nima deydi, kanalni tashkil qilgan sizlar biza onani himoya qilayotgan bir odammiz, qo'pol qilib tushuntirgan bitta jangchimiz. Shu uchun taklif bilan bo'ladimi? Taklif bilan men siz bilan gaplashmayman, Samuel. Taklifingiz bo'lsa, ana yuqorilar. Gapim aytsam bo'ladimi? Nima gapingiz? Siz ham qamallashingizni aniqligi ancha oshib boryapti-da, ustingizdan ariza kiritilgan, bilasizmi? Aka, menga qarang, aka, bitta gap aytaman, qo'pol bo'lsa ham, ko'tingizni junini qaysi tomonga o'sishini bilmaysiz-da, aka. Tilimni qismang meni. Men yana sizga aytayapman, ko'tingizni junini qaysi tomonga o'sishini bilmaysiz. Ahvolingizni ko'ryapsizmi? Sizga shunaqa gapirish kerak. Sizga shunaqa gapirish kerak, chunki tushunyapsizmi? Agar siz haqiqiy so'kinayotgan bu ayolga so'kinganim yo'q, Timur. So'kmasdan gapiringlar, iltimos. Men aytdim, bu katta erkagini olib kelishsin, shular erkagi o'zi bir dona ekan, u ham qochib ketdi. Timur aka, assalomu alaykum. Yana boya qizilab qo'ydinglar meni. Akalar kimni? Akalar assalomu alaykum. Timur aka, yaxshimisiz? Kim erkagi? Farojon, 1 minut jim turing, mana nuqta gapirib olsin. Xo'p, nuqta gapiring. Sevara men boyaga qizilab qo'yib ochmayapsizlar. Xullas bilmayman nima kasha bo'lib ketdi hamma. O'zi vaysa ishlash kerak emas-da o'sha serialda, meni fikrimcha. Keragi yo'q edi ommaga olib chiqish. Qo'shin birinchi boshlanib ketdi, biz masalan avazda haqiqatini ko'rdik. Keyin mana zam hokim odamlarni aldab yurganini ham ko'rdik. Avaz tarafda emas ekan, avaz uni xabari ham yo'q ekan kimligidan. Hozir mana dalil tarafdagilarni ham eshityapmiz. Prosta bu yerda do'stlarim bir-birimizni eshitishni o'rganaylik-da, so'kish, bir-birimizni haqorat qilib, bir-birimizni shaxsiyatimizga o'tishimiz oson. Men Timur aka, fikrim bor edi sizga. Bitta fikrim bor edi. Maylimi aytsam? Bu meni fikrim, shaxsiy fikrim. Gapiring. Сейчас mana обсуждение ketyapti, ikkita gruppada, правильно? И там, и тут, правильно? Pусть может odamlar o'ttiga o'tirganlar bu yoqqa kirmasa, u yoqdagilar bu yoqqa kirmasa, tomosha qilmasa. Просто kirganingizda aytayotdingiz-ku, kompot gaplashib o'tirib, hamma o'zini gaplashib o'tiraversa. Bu yoqqa kirib, qitimirchilik qilib, so'kinib, bunaqa qilmasa, o'zligi o'tirishaveradi chat qilib, tipa chat qilib. Chatlar ko'p-ku, demoqchiman. Bu meni fikrim. Noto'g'ri tushunmanglar yana.
adminlar qizillarda polностью ochib tashlanglar, уже bo'ldi, anavi основной gap tugadi. Endi Bu qaranglar-da, narsani ham iloji bor. gapiravering. Hozir avazda ham ochib qo'yinglar do'stlarim, avaz ham chetda ekan. Qizillarda Avaz adminlar oqlamadi bularni, yolg'onga gapirishdi. ochib tashlang, polностью ochib tashlang, hammani ochib tashlang. Zapis kiryapman. Akalar